ustimdan yozib yuborishdi. Keyin meni yengillaydi nima borib adminini ham borib, o'zini ham borib urdim. Ikkiga bir urdim bunda. Bu avliyo. Chunki men ancha bosiqman, lekin oilamga tegadigan narsa bo'ladigan bo'lsa, menda chidolmayman. Meni xizmatkor qilib olib ketganlar ayollarga. Bo'lmasa o'zbekona oilaligini Instagramda odamlarni ko'rganda, sal kibrli bo'lishadi. voy men altamayman-u deb namoz o'qiyman-u deb shatta shu milliarderga deyishsa-yu, kartiye Hamma narsa bo'lsa. u kartiyali aqling bor-u. Sen bunaqa eding deb biz bir dunyo yuboradi. Karantindan keyin hamma bloger bo'lib ketdi. Bilimsizlikdan, ilmsizlikdan bo'ladi. Men sizlarga 1 million prosmotr qanaqa qilishni o'rgataman. Sizda bo'lsang, o'zingga Soxta ekspertlik. birinchisi opit bo'ladi, keyingisi zo'r bo'ladi. Siz to'g'ri qabul qilasiz. Men baxtli bo'lganimni ham ko'rsatmayman menimcha. Men butun dunyodan eng zo'r mehribon ona biznesdagi onalar. Uyda o'tirgan ona уже to'yib ketadi bolasidan. Xafa bo'lmanglar. Barchaga assalomu alaykum. Bugun bizning navbatdagi podkastimiz va bizning mehmonimiz ajoyib ayol, muvaffaqiyatli tadbirkor, bir nechta bizneslarni yurg'izadilar. Ham undan tashqari aktrisa, bloger, sevimli rafiqa va 3 ta farzandning onasi. Hamma narsaga ulgurishingizga qoyil qolaman. Endi bugun bizda sizni taklif qilganimiz maqsadi siz qanday qilib oilada, biznesda va shaxsiy sizni brendingiz qanday qilib sizni rivojlanishingizga yordam berganini shu haqida bugun gaplashamiz. Xonzoda, xush kelibsiz bizga, bizning podkastimizga. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor chaqirganingizdan xursandman. Ya'ni siz chaqirganingizdan o'zi sizni juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat. Sразу yozganingizdan bo'ldi boraman dedim. Atak boshqa odam bo'lganda o'ylab kelardim. Bilaman. Chunki siz ham kuchli ayolsiz-da, bilaman. Shu bizneslaringiz bor, oilangizni prям chiroyli ko'rsatib berasiz. To'g'ri unaqa katta blog, mana katta blog yuritmasangiz ham, lekin kuzataman. Lekin ishlaringizni, oilangizni, anaqalaringizni zo'r olib borasiz. Shu havas qilib bir kun men ham shunaqa bo'lib qolaman deyman. Esimda bor, siz bizada Lasposada 10 yilligi bo'lgan. O'shanda siz bizada главный model bo'lgansiz-da. Menga o'shanda yozdi Yulduz opa, o'sha paytda saloningiz bo'lmagan, qiziqqansiz menimcha. O'zi svadебный fotosessiyani juda yaxshi ko'raman. Ya'ni kim svadебный anaqasi bo'lsa, o'sha kichkinaligimdan o'sha kollej paytida yurgan kim model qilsa, men bo'lay deb yurardim-da. Keyin men moyilligim borligini sezganman kelin ko'ynaga. Keyin bilan ochib qoldim. Lekin anaqa ko'rinishingiz, вы очень приятная, красивая девушка desa bo'ladi. И поэтому sizni xursand bo'lib taklif qildim. Давайте keling, bizada ham o'sha model pokazimiz bo'lyotdi. O'sha pokazda zakрывашка, oxirida chiqadigan model bo'lib chiquvdingiz. И o'shanda sizlar bilan yaqinroq tanishganimda, "Voy, shunaqa yaxshi qiz ekan" deb o'zimga xulosa chiqaruvdim. Chunki endi Instagramda odamlarni ko'rganda, sal nima deydi, kibrli bo'lishadi. Kimdir bunga oldiga kelib bo'lmaydigan shunaqa darajada bo'lib qolishadi-ki, sizda nabarot, "Voy, shunaqa yaxshi qiz ekan" deb o'zimga shunaqa xulosa Oyimga chiqaruvdim. rahmat, ota-onamga. Kimdir unaqa o'zingni tutmagin. Masalan, opam ham urib so'radi, ota-onam o'zi shunaqa tarbiyalashgan. O'zingdan kattaga anaqa ketmagin deb уже miyaga qo'yishgan-ku. Keyin urf-odatlarimiz ham bor, odamni hurmat qilish, madaniyat degan Ular narsa. sizlarga qattiq qo'l bo'lganmidi? Adam juda ham qattiq. Otaizlar? Onam qattiq qo'l bo'lmaganlar, adam qattiq qo'l O'zi bo'lgan. oilada kimdir bitta qattiq qo'l bo'lib turadi. Anaqa qaltirab turadi. "Ading!" O'zi prikol bo'ladi-ku. "Ading hozir qilsa", o'zi adijon uxlayotgan bo'ladilar. Qo'rqitib turadi. Qo'rqitadigan bitta odam bo'lgani ham yaxshi. Sizda bitta emas, ikkita edi. Bittasi opam edi. Opangizlar. Shunaqami? Bu yoqda adam dong'illatsa, ikkinchisi opam dong'illatib turardi. Necha farqinglar qancha? 10 yil. 10 yil. Qo'rqasizda unda. Hozir endi kichkinaligimizda rosa urardilar. Hozir ham "Zvizdaliking ko'chadinglaringga" deb qo'yadilar-da. Ular bunaqa nima deydi, Instagramda faol emas, faqat siz. Opam faol emas, o'zi shundoq ham normalniy xotinlar. Men o'z biznesga
kirib ketganman. Opamda hamma narsa bor, yetarlicha. Erlari shundoq qilib beradi. O'shaning uchun J-blokka qiziqmaydi. Bir yurtib qo'yaylik bo'ldi. Hozir sizni urushib turadilarmi, yo'q? Mani hammani oldida urishib Da. Sizda bo'lsang o'zingga deyiladi, bo'ldi. To'xtatib farqi yo'q. Jahllarni chiqarsam nimadir bo'ladigan bo'lsa, ular самое главное. Odamdan ham jahllar kuchliroq ularniki. Shunaqami? Da. Hozir bitta savolim bor edi. Xonzoda, nimaga aynan kelin ko'ylik biznesiga va byuti saloningiz ham bor. Nimaga shu sohalarni tanladingiz? Nimaga aynan shu? Pul keltiradi deb emas, ya'ni men o'zim yaxshi ko'rganligim uchun o'sha man model bo'lib o'sha paytdan beri yuraman-u. Keyin bitta tanishim aytib qolgan, undan ko'ra o'zingiz kelin ko'yning ochsangiz bo'lmaydimi deb. Keyin hozir nima qilaman, kelin ko'yning qilib hozir boshqa ishlarim bor. Keyin bittasi sherikchiligi deb aytib qolganda. Birinchi sherikchilik ochib ko'rganmiz. Keyin qarasam, savdo yaxshi bo'ldi-yu, lekin cho'g'i kam bo'lgan. Keyin mayli endi men insondan kimnidir minsimi qolib ketsa, men qaytib beradigan qizman-da. Yoqtirmayman o'zi. Kimdir meni pulimni yeyishini yoki men buni pulini yeyishimni. Srazi qaytarib beraman yoki men xohlamayman meni pulim unda qolib ketishini. Keyin stilistlar aytishni boshlagan. Anaqalar aytishgan. Siz yaxshilab tekshiring. Shunaqa bo'lganmi? Qizlar aytishgan. Ya'ni egasi aytmagan. Allohchi baribir ko'rsatib qo'yadi kimdir orqali. Bitta aytmadi, ikkita aytmadi, ko'pchilik aytdi-da, o'sha siz yaxshilab qarang klientlarni deb. Da. Keyin men точнami desam keyin voy men aldamayman-u deb namoz o'qiyman-u deb boshlashgan. Keyin men baribir odam ishonuvchan bo'ladi-yu, yo'q, menga $100 qolsa ham foyda. Halol bo'lsin deyman. O'shandan keyin qizlar turishgan, qarang dedim. Keyin o'sha klient menimcha narx aytgan, menga mashincha aytyapti. Keyin shu bilan urushib bo'lib ketdi. Keyin ustimdan yozib yuborishdi. Shunaqalar ham bo'lgan. Keyin nima edi? Oilam haqida noto'g'ri narsa aytib qo'yishganda, meni yengil-tegga chiqarib. Yo'q. Keyin meni yengil-tegga nima borib adminini ham borib, o'zini ham borib urdim. Shunaqami? Yo, men bor, indamay 1-2 ming indamayman, keyin qurbaqani ham bossangiz vaq qiladi-ku. Tushunmadim. Sen meni no'ko'sa borib torsilatganman keyin. Sizni xafa qilsa bo'lmas ekanda. Men o'zi sportsmenman. Sportsmen anaqa boksga ham boraman enagda. Yo'q. Yaxshi ko'raman. Eri sizdan qo'rqib turarganda. Erim 2 metr-ku. Tiflaslar erim qo'rqmaylar. Просто urmaylar. Nima edi? Qattiq urishga harakat qilaman, lekin ta'sir qilmaydi ularga 2 metrlarga. Ma'lumdan chetsalatadi. Baribir ayol kishini ursam ta'sir qiladi. Xullas urdingiz. Urdim. Adminni ham urdim. 2ga 1 urdim. Bunda mashina qornim bor edi. 2 qatli paytda. Qo'y. Mashina hech kim Instagramga ham aytmaganman-da bu narsani. Ana eksklyuziv bo'lyapti. Ana hozir aytganingizga sirasi hech kim so'ramaganda biznesni qanaqa ochgansiz o'sha payt. Mashina qornim bor edi. Meni emotsionalniy bo'ladi, baribir 2 qatli deb paytda kimdir sizga noto'g'ri gapirsa, borib normalniy gapirganman, tushunmagan, bilganingni qil degan. O'shunda lo'p kelyapti. Nima qila olasan? Hozir deganman-da, qarshi. Keyin 02 qilishgan ustingdan yozib olishgan. Bo'ldi, yozdimmi, kiramanmi, baribir adamni kirasida deyapti. Bitta urib olay, yana desam yo'q dedi. Baribir yozdik-ku. Kstati, yozgandan keyin yana bitta urib olsanglar bo'ladi. O'sha kishiyadi baribir. Men nima edi? Jim yuraman, prям jim yuraman, lekin уже pikka kelganda borib uraman. Gapirmayman, lishniy mana qilmayman, borib lutcha uraman. Deyishdi qilaman. Oldin kimdir ham urganmi deysiz? Yo'q, oxirgi marta kollejda urgandim-da. U ancha-da vaqt ancha bo'lgan. Chunki men ancha bosiqman. Lekin oilamga tegadigan narsa bo'ladigan bo'lsa, menda sizni gapirganiga bo'ldi. Ushbu loyihamiz Hilton mehmonxonasi yordamida tayyorlandi. Bizga qulay sharoitlar va ishimizni samarali amalga oshirishda yordam berganliklari uchun ularga katta minnatdorchilik bildiramiz. Hilton nafaqat dam olish uchun joy, balki samarali ish, uchrashuvlar va tadbirlar uchun ham ajoyib maskan. Agar siz yuqori darajadagi xizmat va e'tiborni qadrlasangiz, albatta Hilton mehmonxonasiga tashrif buyuring. Ushbu loyihamizning bu galgi sonini yaratishda yordam bergani uchun mehmonxonani jamoasiga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Meni yengilga chiqarib,
Tipa, bu anaqada, yoqda deyishgan. Keyin menga yetib Iltifotsiz keladimi hali. bu narsa, конечно. Mhm. Chunki yodagi insondan ko'ra hamma meni yaxshi ko'rardi. Mana hammaga har doim yaxshilik qilib, har doim bunaqa qilib yurganim uchun hozirda siz yaxshilab tekshiring, qarang, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Baribir 50-50 ku. 70ga 30 shunaqa 70ga 30, 50ga 50 emas, 70ga 30 hech ham aldamang. Hozir ko'rib qolsa o'sha xotin. Atpariz 70ga 30 ham normalniy qolishi kerak-da. Ha, sizda 30midi? Menda 30 edi. Men просто reklamasini ko'targanman. Pulini Ha. kiritgan kim? Pulini kiritgan u. Полный blogerlarga, anaqalarga, bilasiz, blogerlarga ham katta pul Katta ketadi. pul ketadi, to'g'ri. Даже remontdan ham yog'iga ketib qolishi mumkin. Chunki katta pul so'rashadi. Shunaqa reklamalarga qilib, keyin shu bilan nollik bo'lib ketgan, bo'lgan. Keyin короче sudya tanib qolgan meni. Uyalinglar sharmandalar deyishgan. Shu bilan yopilib ketgan. Keyin yes yedingmi degan. Hech narsa bo'lmadi Hech nima sizga. bo'lmadi, hech narsa bo'lmadi. Ana Yana ko'rding. bitta ursam ularga. O'sha joyda bo'ldi shu bilan. Keyin shu bilan yopilib ketdi. Keyin o'zim bo'ldi, hech qanaqa sherikchilikga ish qilmayman, ko'rdim dedim. Keyin yana bitta sherikchilikga просто tak boshqa joydan ochib qo'ygan, u ham yedirib ketdi. Tinchgina uni ham yopib bordim. Sherikchilikga Yana hayotda kelin ish qo'ydi. qilmayman. Ha. Shunaqa yaxshi ko'rgansiz shu sohani. Yaxshi ko'rdingiz. Ya'ni 3 marta u bu harakat kim, qilib ko'rdingiz. bu kimni yaxshi ko'rsam ham unga harakat qilaman, davay ishla deyishga. Lekin o'sha yaxshi ko'rgan insonlarim oxirida yomon deyishsa, menga yomon anaqa tashlab ketishadi. O'shaning uchun lучше yopib boraman. Qancha mana o'sha 15-20 mingim ketgan bo'lsa, yopib bordim shundoq. Minusda ketdim, lekin jahl ustida. O'shaning uchun ham aytishadi, jahl ustida hech nima qilmagin deb. Hozir jahlim chiqsa ham Ana sizga tajriba. O'shaning uchun endi hozir bitta filialim qolgan. Endi niyatim bor butun viloyatda ochish. Hozir boshqa ishlarim bo'lganligi uchun shu yerda o'zini eplab turay deb turibman. Hozir u arendadami yo? Arenda. Arendada. Mani otam puli yo'q, unaqa katta 500 ming dollarlik. 300 kvadratda joyimiz. Lekin katta joy Ha, ekan. juda katta, tam 3,5 mingda почти. Arendasi. Anaqa beauty salon ichida. Beauty salon ichida qizlar ham bor. O'sha model bo'lganim uchun, makiyaj o'zim yaxshi tushunganim uchun ko'pchiliklarda даже shogird ham tushganman. Guvarda ham o'qiganman onlayn. O'zingiz. O'shaning uchun stilistlarga Hozir juda ham o'zingiz bo'yanib keldingiz? yo'q, bizani nежный qilib qo'yiladi. Men o'zim tushunganligim uchun hammaga ham anaqa qilolmayman, lekin salondagi hamma stilistlarimiz xudoga shukr, hammani tanlab yaxshi anaqa qilishgan. Ko'rdim ishlaringiz chiroyli ekan. Siz anaqa молодец, lekin qoyil. Ham aktrisa bo'lib turib, ham bloger bo'lib turib, shu ishni qilganingizga ham qoyil qoldim. Lekin salon, jinnixona, bosh og'riq. Ana ko'pchilik mani eshitadi-yu, intervyularda ilhomlanib, motivatsiya olib salon ochib yuborishadi-da. Motivatsiyada. Keyin menga qayerdadir ko'rib qolaman, Iltiz opa, sizga havosim keladi, sizga o'xshayman deb salon ochuvdim, lekin o'xshamadi-da. Sizda hozir qanaqa bo'lyapti qiyinchiliklar mana shu soha? Mana не сезон payti bo'ladi. Kelin ko'yning, любой biznesda не сезон payti bo'ladi. Не сезон paytda как положено yoningizdan to'lashingiz kerak, bu narsaga turib berishingiz kerak. Конечно, bir xilli. Mana deylik, Zarina o'zimni dugonam, yo'ldoshim yaqinda svadibniy ochdi. Ochdimi? Tiffany ochdi. Choyda yopilib ketdi. Voy! Mendan kelin ko'ynaklar zakaz qildi, olib borib berdim. O'zimni sexim ham bor-da. O'zingiz tiktirasizmi? Sex ham olib keltiriladi ham, sex ham. Endi xalqqa arzonroq ham berish kerak-ku. Endi hamma ham 3 ming, 5 ming olgan sharoit bo'lmaganligi sexda beramiz-da. Olib borib berdim. Keyin ochilishga gul berib quchoqladim. Tabriklayman. 1 yilsiz foydani o'ylamagin. Desam, keyin unaqa qo'rqitmang dedi. Keyin kechagina kirsam, yopib bordim deydi. 3 oydami? 3 oydami desam, arendaga qiynaldim dedi. Shu arendaga tayyor bo'lish kerak. Главныйsi, что men ham qancha 1,5 yil deganda foydaga chiqdim-da. Ungacha полный menga жалко, undan ko'ra qimmat narsa olsam bo'ladi-yu O'shada ko'pligi shu biznes oson
tuyuladi, ko'rinadi. Chunki bitta ko'ylakni topshiraman, o'sha pulini chiqaraman, keyin yana boshqalaridan aylantiraveraman deb. Konkurensiya ham ko'payib ketgan endi. Hmm. Oldingiga qaraganda Hozir qatga qaramasangiz, kelin hamma yoqda kelin ko'ylak. ko'ylak. Hacha endi man ham ochdim, mandan keyin ham nechta ochib zo'r deb o'ylashdi-da ko'pchiliklar. Ana bitta biznes qiladimi, xuddi Toshkentda. Paynet ochilsa, paynet, To'g'ri. stроительный agentство bo'lsa, stроительный agentство xuddi shunaqa bo'lib Kelin ketdi-da. ko'ylak bo'lsa keyin. Ko'pchiliklar mandan keyin ham ochdi, yopdi, juda ham ko'pchiliklar yopdi. Просто arendani ushlab turish ham oson emas-da. Ya'ni biznesni bilmaydigan odamga. Da. Man mayli blogerman. Qolganlar bilmaydi. Man reklama qilarman o'zim. Qolganlar bo'ldi foydani o'ylaydi-da, rasxotini o'ylamaydi. Shu narsa. Shu bu bilimsizlikdan, ilmsizlikdan bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ko'pchilik biznesni ochaman deydi, pul topadi ochishga, no u yurg'izishda уже qiynaladi. Eng muhimi endi to'g'ri, man har gal aytaman, birinchi qadam bu eng muhimi. Ko'plarda qo'rquv bor, ikki xil odamlar bor. Xohlaydi, qo'rqadida hech narsa qilmaydi. Boshqalari tavakkal qilib ochib ketaveradi, no bilimi yo'q, shu bilan yopilib ketadi-da. Lekin yopgani ham plus bitta tajriba bo'ladi-da. Tajriba. Что man 2020-yili butik ochib yopib borganman 5 oyda. U ham kiyim do'kon bo'lgan? Butik bo'lgan kiyimlar. Man o'sha marketing hali Instagram rivojlangan edi, lekin hali marketing, SMM Pro kurslar, bunaqa narsalar yo'q edi payt. Endi man karantin bo'ldi, karantindan keyin rivojlanib ketdi-yu kurs. Даже man o'sha Rossiyadan endi kurslar o'qiyotgan paytimda kurslarni endi man boshida kurslar sotganimda ham hali u rivojlanmagan. Hozir hamma kurs sotyapti-yu. Bu paytda marketing degan narsani o'rgatilmasdi-da 2020-yil. Keyin man ochganman, что yurg'izishni bilmaganman. Xo'p, tovarlar yaxshi bo'lgandir. Lekin yurg'izish noto'g'ri bo'lganligi uchun o'zingizni mijozingizni topolmagansiz. Mijozingiz sizni topolmagan. Birinchi onlayn qilmaganman birinchi. Klient nabrat qilolmaganman. Joyi неправильно ochganman. O'shani aytaman. Birinchisi opit bo'ladi, keyingisi zo'r bo'ladi deb. O'shaga o'zi 2-3 joy yopib tashlab bo'ldi. Qayerdan ochish kerakligini ham bilaman. Hozir qayerdan ochish kerak? Lokatsiya katta muhim rol o'ynaydimi? Конечно, metro, avtobus o'tadigan joylar. Endi смотри, endi ovqat bo'ladigan bo'lsa, ovqat joyidan ochish kerak. Ko'ynak bo'ladigan bo'lsa, ko'ynakni qatoridan. Misol uchun, kelin ko'ynak ochayotgan odamlar uchun g'irt begona joydan emas. Agar opiti bo'lmasa, reklamasi bo'lmasa, kelin ko'ynak qatoridan ochgani yaxshi, chunki biridan kirib ikkinchisiga kiraveradi. Meniki kelin ko'ynak qatorida emas, lekin bloger bo'lganligim uchun o'zim chaqiraman odam. Sizga shu narsa yordam beradimi? Shaxsiy brendingiz, endi blogingiz orqali ko'p odam keladimi? Xudoga shukr kelishadi. Kelishadi. Anaqa brendimga qiziqib, korobkaga qiziqib. Mana misol uchun sizda lasp bo'lsa, korobkalaringizni qilib o'shani blogerlarga yozgunimcha sizdan olib borishga bo'ladi hammasi. Mayli, bir kun bilan mashhur bo'lib ketaman deyman-da. Chunki o'zimni tanishlarim blogerlar. Hammasiga yozaman. Bo'ldi, boraman deydi-da. Уже to'y kuni sizda bo'larki ular. Siz qizlaringiz ham tez ishlaydi deyman. Просто mani tasavvur qilgan bo'lsa kerak. Qilaman, bilasizmi? O'zim ularga mana buni to'y bo'lyapti deb. Man o'sha paytda yozganman. 1 yil oldin yozib qo'ygan. Даже biladiganlarim ham просто уровень ham katta rol o'ynaydi. Men naborotdagi hasatim kelib, anaqa qilib jahlim chiqmaydi. Naborotdagi men yaxshi ko'raman. Havas bilan qarayman. Mayli, bir kun mana shunaqa известный bo'lib ketaman, o'zligi yozishadi hali deyman-da. Men tanishlarim, mani o'rtoqlarim, baribir sizniki o'rinni balandroq-da. Men endi kirib kelgan biznesga asli necha yillik brend уже 14 yilda, 14 yil bo'lyapti. Baribir yil davomida turgan ham, baribir brendingiz ancha katta. Постоянно buni ustida ishlaymiz-da o'shanga. Mayli deyman, xafa bo'lmayman. Naborotdagi xursand bo'laman. Bir kun maniki shunaqa bo'lib qoladi. Lekin bu siz to'g'ri qabul qilasiz-da. Kimdirlar naborot hasadga ketadi-da. Sizda men motivatsiya sifatida men ham qachondir shunaqa bo'laman. Sizga gaz bo'lib shunaqa qarayman-da. Chunki sizlar rынокga oldin kirgan insonsizlar-da. Misol uchun bir xil qizlar bor. Bitta dugonam bilan nechinchidir yili urishib qolganmiz intervyuda. U ham aktrisa, kimligini aytmayman. Nimaga sizni teng ko'raverishadi u qiz bilan degani. Men
bolaligimdan kirganman. Mani fundamentim balandroq. Uyam mashhur, просто u резкий omadga bog'liq uy deganman. Keyin u ko'rib xafa bo'lib qolgandi. San o'zingni zo'r debsan, sidan bo'ldi gaplashmayman. Dedim, man bolaligimdan yurganman bunda. San endi kirding и mashhur bo'lib ketding. Man bunga pol artib, anaqa artib erishdim. Fundamentim baland deganman, bo'ldi. Ya'ni siz aytmoqman, rentga oldin kirgansiz, man bundan anaqaman. Shu gapimni ko'tarolmay bo'ldi. Sizdan yoqqanlar. Endi tez ko'tarilib ketganlar ko'p-ku. Lekin bundan xafa bo'lish kerak emas. Yo'q, Chunki o'shani endi aytganman-da. Chiroyli tushuntirganman. Mani fundamentim balandroq. U reysga kirgan, reysga ko'tarilib ketgan. Shu gapimni ko'tarolmadim. Значит, yaqin o'rtolmas ekan. Da. Keyin o'zimga xulosa qilib olganman, bo'ldi, shu bilan gaplashmay ketganmiz. Da. Hozir siz aytdingiz-u, manda do'konim bor edi deb. Do'konlarni ochayotganlarga yoki mana kelin ko'ylaklar salonini ochayotganlarga nima uchta maslahat bera olasiz? Eng muhim narsaga. Birinchi ochmaylik. Birinchi o'sha biznesni o'rganib, tahlil qilib, hamma profilga kirib, kim nima sotyapti. Deylik, kiyim do'kon ochmoqchi deylik, kelin ko'ynagiga расходi ham katta. Chunki bitta ko'ynakni o'ziga normalniy pul ketadi. Kiyimni sotadigan bo'lsa arzonroq bo'ladi. Birinchi onlayn ochish bilishingiz kerak, keyin profil yurg'izishni bilishingiz kerak, keyin klient bilan muomala qilishni bilish kerak. Birinchi onlaynda что уже 50-100 klient nabrat qilib olish kerak-da. Unga har oy yozib o'sha klient oladigan variant qilibdi. Не то, что просто одноразовый klient emas, постоянный klientlardan уже 50-60 ta qilib olish kerak. Bo'ldi, qachon do'kon ochasiz deydigan darajaga kelish kerak-da. Keyin lokatsiyani chiroyli joydan tanlash kerak. Birinchi katta emas, katta arendaga osilmaganinglar yaxshi. Kichkina bo'lsa ham chiroyli, komfortniy, hidlari приятный joy ochib qo'yish kerak. Arendasi arzonroq. Bir xil sraz kattaga yopishadi. Hali оборот chiqmagan, hali unisi chiqmagan, keyin risk yopishga majbur. Chunki arenda уже 3 oydan keyin quriydi. Kichkina joy ochsangiz ham naborotga keyin bir xillarni bilaman, kichkina joy ochib yondigina qo'shib olishadi. To'g'ri. Kichkina joy. И nima sotishingizga ham bog'liq. Детскийmi, взрослыйmi, sportivniymi. Sportivniy sotsangiz Dinamoni yoni derdim misol uchun. O'sha yerdan ko'ring, sportivniy sotadigan joylardan ko'ring. Siz o'sha yerdan mijoz olishingiz osonroq bo'ladi demoqchisiz, to'g'rimi? O'sha Mana qatorida sizga o'xshagan magazinlar, do'konlar va raqobatchilaringiz bo'lsa, shu joyda masalan, Nurafshon ko'chasida bor lyustralar. 15 ta magazin lyustra. Lyustra mana misol uchun eslaysa, bugun uyga remont qildik. Anta qator magazin bor, o'sha yoqqa boraman deydi. O'sha kirib, xuddi kelin ko'ynakda ham shunaqa kirib chiqib ketadi-yu. Xuddi shunaqa narsa-da. Sportivniy narsaga ham sportivniyroq joy. Agar sportivniy kiyim bo'lsa, men shundan olardim-da. Men kiyim bo'lmasa ham sportivniyni o'rtasiga qo'shib olardim. Chunki sportivga, koptuga kiygan odam sportivga ham qaraydi. Sportga qiziqadigan odam sportivga ham qiziqadi. O'sha yoningizga ham bog'liq. Yo'q, bir xil birinchi liniya emas, ani ichkari mahallalardan topishadi-da. Arzon ekan arendasi. Kim ko'radi o'zi? Ichkari mahalla faqatgina sodiq insoningiz topib borib, o'sha yerda Yamdeksga borib olib ketadi. Lekin yo'l yuzasi ham plyus-ku. Ko'rgan odam ani birodar 2 o'tadi, 3 o'tadi, anaqasi bor edi, do'kon o'sha yoqqa boring deb. Birinchisi yo'l yuzi, ikkinchisi loyallik klient, uchinchisi o'sha o'zingiz joy bog'liqligida. Shu lучше ochmagan yaxshi deb. Biznes qiyinmi? Короче, joy ochishdan oldin kamida shu cho'nchagingizda arendaga 4-5 oy, 6 oy tayyor bo'lib turish kerak. kerak. Yoki balki bilim olish kerak. Bizada man, kстати, so'radingiz-ku, nimaga bunga kirdingiz, charchadingizmi biznesdan deb. O'zi man уже nima deydi, 14 yildan beri ishlaymiz-ku, man to'lganimdan keyin уже har gal bilimlar yig'averdim, etdan betdan o'rganib, o'zim necha marta yiqildim, necha marta xatolar qilib, o'shandan keyin man hozir to'lganimdan keyin хочу давать, man ham bermoqchiman endi. Odamlarga mana shunaqa nima deydi,
o'rgatmoqchiman Biznes biznesni. kitob chiqarasiz-aka. Shu kitob emas, endi xudo xohlasa, Kurslar. nasib qilsa, endi hozir kitob chiqarish ham oson bo'lib qoldi. GPTga tiqsangiz hamma narsani yozib beradi. Yo'q. ChatGPT, ha. Da, yo'q, man unaqa emas. Man reально o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda boshqa ayollarimiz rivojlanishiga o'zimni hissamni qo'shmoqchiman. Shu bilan birga shu yo'nalishni boshladim va ketyapman hozir. YouTube'da ham mana sizga o'xshagan faol va rivojlangan muvaffaqiyatli ayollarni hozir chaqiryapman. Musamman Da. siz opitingiz bo'lib shu narsani boshlaganingiz. Bir xil opit-yu. Bir jonga tegishdi. Endi chiqib olib, "Man biznes o'rgataman. Man 1 million prosmotr qilishni o'zi bir marta olgan o'sha. Man sizlarga 1 million prosmotr qanaqa qilishni o'rgataman. Hali man chiqmadim-da narxida. Man sizlarga 10 Siz million bemalol prosmotr. gapira olasiz shuni. Endi bemalol bu haqida kurslar yoki anaqa qilsam bo'ladi. Ko'raman-da, profilini kuzatib chiqaman-da. O'zi bittagina yo ikkitagina olgan bo'ladi, qolgani 5000, 10000 prosmotr bo'ladi. Bo'ldi. Chiqdimi, men shuni kurs sotaman deydi. Ko'rsatadi. Qoyilman, lekin o'shalar sotadi. O'shada endi soxta ekspertlar o'sha Nu ko'payib o'zingizni- ketdi-da bunaqalar. Ha, ustoz baribir tanlayotganda tekshirish kerak. Kim, nima, tajribasi qanaqa, necha yil, real O'sha nima target kurslar akamniki bor deyman-ku. Misol uchun men o'zim ham o'qib chiqqanman, lekin misol uchun kimdir xato qilsa ham xato qilsan deyman. O'zimiz misol uchun akamga o'zligi urishadi biznesga, men o'zim lechni urmayman. Nu bilaman. Uzr. Sog' bo'ling. Rahmat. O'shanga akamni oldiga ham nechtasida o'qib kelib bizga noto'g'ri o'rgatishibdi deb ko'p aytishadi rosa. Просто Rossiyadan yoki qayerdandir arzon kurs olishadi-da, o'shani hazm qilib sotishadi. Voy. Unaqalar rosa ko'payib ketdi. Yo'q-a. Endi Даже endi akamni kurslari arzonroq, $300, $500 bir xil 2000 ga sotadi. O'sha xuddi shu narsani 2000 ga sotishadi. Endi u 2000 lik kurs yaxshi, boshidan oxirigacha o'tadi, lekin akamniki arzonroq. Lekin undan ham arzonga yoki undan ham qimmatga olib, akamga kelib, "Men bitta o'qidim" deb yomonlab ketishadi-da. Keyin "Mashimi?" deyman-da. Keyin "Ha" deyman. Sekretlarni aytmaydi ko'pchilik, даже o'zi ham bilmaydi sekretlarini. balki bilmasligidan ham bo'lishi mumkin. O'shani просто tak olib o'qishyapti, сразу sotishyapti kurs. Неправильный-da, o'sha eksport yangi chiqqan odamlar sotishyapti. O'zi baribir mana siz akangiz bilan tushunishim bo'yicha SMMlikka anaqa qilasizda. SMM Target. boshqa. SMM profili to'g'rilaydigan odamlar, mobilograf bo'lasiz. O'rgatishadi shuni. To'g'ri? SMM mobilografiya kurslari bor. Nu targetni bilgan odamga bloger kerak emas. To'g'ri. Shunaqa. To есть ko'pchiliklar demoqchisiz faqat target orqali rivojlansa bo'ladi, bez bloger. Da. Nu, ozgina вложение qilib, litsoni bundoq qo'yib, bitta target tursa, zo'r bo'ladigan narsa. Также men o'zim shuncha bloger tanishlarim bor. Kelib reklama qilib ketishdi. Bir xil hozir to'lqin bo'lmaydigan blogerlar ko'p. Bitta klient ham olmayman ayrim blogerlardan. Yo'q-a. Keyin mayli deyman, litsosi qoldi deyman. Afsuslanmayman. Bir xil voy, men bunga pul berdim, bir tiyin anaqa bo'lmadi. Mayli deyman, afsuslanmang deyman. Zato litsoyingiz postingiz uchun turadi deyman. To'g'ri. Baribir kimdir qachondir esida qoladi. Masalan, endi kelin ko'ylak biznesida birdaniga qo'ydingiz, sразу 10 ta klient kelib qolmaydi. Chunki u bizani sohamizdagi klientimiz uzoq vaqt o'ylaydi, o'sadi, to'y hali yo'q. O'sha bir eng yildan zo'rini keyin, ham 2 yildan qildirib keyin. ko'rganman. O'zi просто bitta ikkita klient ham kelmaganda umuman. O'shaning uchun litsosini olib turib, shuni target uraman, bo'ldi deyman. O'sha $1000 blogerga ketgandan ko'ra targetga ketsam, menga normalniy klient keladi. Endi sizga bepulga kelsa kerak.
Yo, o'zimniki bo'ladi. Mana misol Ha. uchun yana mana misol uchun mani tanimaydiganlar ham bor, taniydiganlar ham bor. Man butun dunyo taniydi demayman-ku. Endi O'zimni normalda o'zini uncha hammani millionli ha, auditoriyasi sizni bor. o'zingizni yaxshi ko'radigan bor. Mani Ha. o'zimni yaxshi ko'radigan Da. bor. O'shancha aytyapman. O'zimga ham, boshqa blogerlarga ham shunaqa yig'ib bitta target ursam ancha yaxshiroq ishlaydi. Chem blogerga pul ketkazgandan ko'ra. Sekretlarsang ko'rgan odam foydalanib oladi o'zi. Va atiydan shunaqa podkastlar olamiz foydali bo'lishi uchun mana kimdir Foydali narsani haqiqatda aytyapman-da. Ha. Hamma blogerga $500, $1000 berib chaqirishinglar shart emas. Bir marta chaqirdinglarmi yetadi. Litsenziyasini olib ishlatirasizlar. ana ko'rdinglarmi? Faqat Targetda qayerda razr- o'qishni ham bildinglar endi. Разрешение olib Ha, yuringlar-da ruxsat olish faqat. kerak, Man chunki- ham chunki litsenziyaimni faqat 3 oyga beraman-da. Hmm. Keyin yana foydalanaverib ishlar Chunki hamma kompaniyalar aqlli bo'lib qolgan. Foydalanaversa u ancha Ha, sizga ham zarar tegib qolishi mumkin. Ha, Chunki keyin boshqa- sizni deb olgandim mana bu narsani bo'ladi-da. Keyin man sразу kirib o'chirtirib tashlayman. Hmm. Shunaqa bir xilida keyin noto'g'ri narsa ham sotib qo'yishligi mumkin litsenziyaimizda. Hmm. Buni qanday kontrol qilasiz? Qanday qilib tanlaysiz? Sразу yozishadi. Men bunaqa sotib olgandim deb. Ha. Man o'zim Siz o'qiysizmi har bitta direktimga qarab turaman. Ha, 24/7 emas, Ha. lekin qarab turaman. Hmm. No ko'zim tushib qoladi-ku. Mhm. Agar misol uchun kimdir ko'proq yuborgan bo'lsa, massa yozishadi. Hmm. Shunaqa. O, yaxshi. Men hozir eslatib qo'ymoqchiman. Bizada har bitta podkastimizda oxirida bizning mehmonlarimiz sovg'a beradi. Eng zo'r kommentariy uchun insight olgan kimdir insight yozadi-ku bizada o'shalarga sovg'a berishadi. Sizdan Xonzoda nima sovg'a berishingiz mumkin? Eng nechta odamga? Bunisi ham bor. Kurs berishim mumkin 3 ta odamga do'stib. $150 kursi 3 ta O. odamga beraman. Zo'r. $450 bo'ladi. Mana Shunday. $450 sovg'a bo'lyapti. 3 ta odamga, bittasi emas. Men atiydan aytdim, nechtasiga 3 ta bo'ldi. Shu xullas sizdan hozir kommentariy kutamiz. Nima oxirigacha ko'ringlar, nima insight bo'lsa sizlarga shuni yozinglar, izohlarda Xonzodaga keyin eng zo'r kommentariyalarni tashlab beramiz-da, siz o'zingiz tanlab olasiz, xo'pmi? Eng zo'rini tanlab olaman. Iloji boricha motivatsion narsa yozinglar. Mani haqimda emas, o'zinglar Da. nimaga erishmoqchi, shu narsa. Nimani uchun Eng deylar, zo'r angladinglar. narsani tanlab, Mhm. shu kurs haqiqatda hayotini o'zgartira oladi. 100%. Chunki Adan yagacha o'rgatilgan. Shuning uchun ham o'rgatilgan narsa-da. Targida bo'yicha. Target Xullas, SMM. ushbu insonda ishi ham bo'ladi. Shu orqali qarang. Bu Zo'r. proyektni bemalol $200-300 ga ish olasiz. Mhm. Mana zo'r. Deylik, 5 ta proyekt olsangiz ham bo'ladi. Yaxshilab o'qinglar. Shunchaki o'qib qo'ymanglar. Oxirgi. Endi bir xil sovg'a deb anaqa bo'ladi, lekin do'stlik 3 oylik bo'ladi. O'chib ketadi keyin. 3 oy ichida uspet qilmasanglar. Lekin zo'r sovg'a. Конечно, men o'zim bu narsadan ko'pchiliklar rahmat aytib, даже mashina anaqalar olganlar ham ko'p kursdan. Zo'r, qarang, shunaqa natijalar. Arzimagan 300 ga offlayn o'qishadi ko'plar. Mhm. Olib, ota-onasini umriga mashinalar olgan реально otsivlar juda ham ko'p bizada. O, zo'r lekin. Xursandman. O'zim ham xursand bo'laman. Kimdir hayotiga sababchi bo'lasiz. Albatta hammasi Allohdan. Siz sababchi, men sababchi bo'lganimda тоже o'zim ham xursand bo'lib ketaman. Kimdir hayoti o'zgarsa. Xonzoda, siz biznesingizni boshlayotganingizda uydagilaringiz qarshilik bildirganmi yoki nabarot qo'llab-quvvatlashdimi? Qanday shu narsaga qarashdi? Endi shuni ham boshlaysanmi deyishmadimi? Yoki o'xshamaydi deb unaqa gaplar bo'lmadimi? O'zim ham hech kim bilan maslahatlashmayman. Erim bilan har doim urishamiz. Sen nimadir biznes qilsang menga aytmaysan. Men bitta boshlayman, bo'ldi, mana shuni qilishim kerak, men bunaqa qilmoqman. Endi женский narsa bo'lganligi uchun aralashmaylar. Yo svazimniy salon bilanlarmi, yo byutinni bilanlarmi. Yaqinda yana boshqa biznes boshlaganman. Xitoydan katta apparatura etib boshqa biznes. Hali bu rivoj protsessda ketayotganligi uchun ochiq oydin aytmayman. Uni erimga aytib maslahatlashib qilganmiz. Endi u sal mursko'yroq ish, lekin yaxshi daromad olib kelishi kerak bo'lgan ish. Hali bo'lmagan narsani aytolmayman. Katta pul ketadi unga. O'xshasa iloyim. Xudo xolasa. Xudo xolasa keyin. Endi men bunaqa o'zim tushunadigan narsani birovdan so'ramayman. Chunki
Adam fermerda. Hmm. Adamdan maslahatlashaman. Fermer odamda lutchi bilgan odamdan maslahatlashishim mumkin, bilmaydigan odam bilan maslahatlashmayman. Siz mana eringiz 2 marta kuydingiz-u, pulga kuydingiz. Hech narsa demadilarmi? "Men senga aytuvdim" deb bunaqa. Yo'q, naoborotga xursand bo'ladilar ular yopsam. Ishing kamaydi. Yo'q. Jonimga tegib ketdi, ishing bitir, uyalmaydi deydi. Ha. Men shunaqa odamman. Всё время yurish kerak-ku, qayergadir tratить qilishim kerak shu energiyani. Ha. Biladilar o'zlari ham. Ha, xudoga shukr, yengil bo'ldimi? Bittasi yopildi deb qo'yadilar. Bo'lmasa men anaqa chumoliga o'xshab u yoqdan bu yoqqa yuraveraman-da. Qanaqa qilib hamma narsaga ulgurasiz? Manda menimcha 4-5 ta odam energiyasi bormi deb o'ylayman-da bir. Kimdan sizga o'tgan bu narsa? Oyingizmi, adangizmi? Onamdan. Onangizlar shunaqa bo'lgan? Onam слишком ko'p yurardilar. Unaqa qiynalgan oiladan chiqqanmiz. Oyim boqarlar uchun bozorga yurardilar, u yoqqa yurardilar, bu yoqqa yurardilar. Tinmasdilar-da. Pishirib sotardilar, unaqa qilardilar, buni olib, bunga sotardilar. O'sha qarab o'sganman-da, tinmasdilar onam. Kichkina bo'lsam ham mendan tez yurardilar-da. O'shanga onamdan anaqa qilganman Shuning uchun ana farzand ota-onasi qilgan narsani qaytararkan-da, qiladi baribir. O'shaning uchun ayollarimiz mana farzandlaringizga nimadir boshqacha hayot bermoqchimisiz, o'zingiz harakatchan bo'ling. To'g'rimi? Shuni ko'rganini qiladi. Ko'radi-da. Agar siz dangasa, hech balon qilmaydigan, kitob o'qimaydigan odamdan kitob o'qiydigan bola xolashadi. To'g'ri. Men всё время telefondaman-ku. Bolalarim ham mana shunaqa. Shunaqa. Keyin men o'zim qo'yaman deb, "Men o'ynayapmanmi?" desam, keyin qo'yadi katta qizim. Yur o'ynaymiz deb o'zim o'ynataman. Chunki men o'zim 24/7 telefondaman-ku. O'ynamaysiz-ku, ishlaysiz-ku. Ishlayman, ular o'ynayapti deb o'ylaydi. Yosh bola. Agar kitob o'qisam, u ham qiziqadi-da, ertaligi qiziqadi. Siz nima qilsangiz, bola o'shani qaytaradi. Agar siz polniy telefonda g'iybat qilib, uni qilsangiz, u ham bo'ldi, shu bilan dugonalar bilan g'iybatda o'tadi, keyin telefonda g'iybatga o'tishni boshlaydi. O'shaning uchun qush inida ko'rganini qiladi, bekorga maqol aytishmagan-ku. Bolalaringizga mana sizda aytdingiz-ku, bolalarim bilan bo'laman. Qanaqadir time management bormi sizda? Mana shu vaqtda men farzandlarimga vaqt ajrataman, erimga, keyin endi bizneslarimga shu vaqt ajrataman. O'zi eng zo'r mehribon ona biznesdagi onalar. Yo'q, uyda o'tirgan ona уже to'yib ketadi bolasidan. Xafa bo'lmanglar, yaxshi ko'rasizlar bolanglarni, lekin bizachalik ko'p mehr biz ko'chada bo'lamiz, bolamizga mehr bera olmayapmiz deb kelib mehr beramiz. Aybdor o'zimizni his Aybdor qilamiz. his qilib, uydaga ona tors uradi, tors o'tadi, bor yo'qolgin degan narsa bo'ladi. Shu. Bizni naboratdagi voy bolamga vaqt ajratmayapman, keyin mana shuni o'ylaylar. Unda ishimni tars bitiraman, bitta blokka solaman-da, yur ketdik o'ynaymiz deb. Rasm chizaman, nimadirlar o'ylattiraman, bir xilda gaplashtiraman. Uydagilar ham bundoq siz nimadir ko'rdingizmi deb qoladi. Ana, to'satdan mehr ko'rsataman-da. Keyin to'satdan ko'rsatmasligim ham mumkin, yo'q kelib charchab uxlab qolishim mumkin. Endi to'g'ri, biza ham Endi uyda ikkita nyangam bor. Ikkita nyangam bo'lganiga yarasha просто bir xil 3 ta bolaga ham bitta odamga qarattirishadi-yu. ikkita nyanya olganmiz, o'sha zo'r. Yo'q, o'zi просто bitta bola, ikkita bolaga o'zingiz charchab qolasiz. Qanaqa u insonni zo'riqtiraman men deyman-da, yana qo'shimchasiga mana senga podruga deb olib kelayotgan. Zaodno podruga bo'lib, uy ishini ham, bolalarga ham birga qarab yurishadi-da. Men xohlamayman bolalarim qiynalib qolishini. Na ruchka katta bo'lishgan mani bolalarim. Lekin qarang, siz baribir kichkina bo'lgan paytingizda mehnatda o'sgansiz-da. Bu narsaga qanaqa qaraysiz? Hozir hamma narsani tayyorgina qilib qo'ysangiz farzandlaringizga yoki nabarot siz orzu qilarmidingiz? Menda hamma narsa bo'lganida o'shaning uchun farzandlaringizga shunaqa qilyapsizmi debda. Hozirgi bichda vaqtimizda shunaqa ko'pchilik dangasa bo'lib o'sqyapti-da, hamma narsa borligidan. Yo'q, lekin men ana уже katta qizimni tarbiyalash boshlayman. Uni слишком уже qo'shxonadan o'tib 5 ga to'ladi-da. Baribir Siznikilari kichkina hali. kichkina 5 ga to'lsa ham baribir tarbiyada katta gap. Balonli bir xil erkatoy bolalar bor, boylarni bolalari keladi. Shunaqa erkalanadi, o'zini otadi. Men unaqa yoqtirmayman. Mani bolam mendan so'rab, men puli bo'lsa ham so'rab yeb,
ruxsat olib tegadigan darajada. Puli bormi bolangizni? Yo'q, mana Ha. misol uchun Aha. pastimizda magazin bor, VIP. Ha. Misol uchun kirib olib ketsa bo'ladi. Bir xil bolalar bilasiz, bilib qolsa tekinligini shuni olib ketaveradi so'ramasdan. Mani qizim so'rab, adasidan so'rab, olsam maylimi deb keyin oladi. Ha, o'zingizni magaziningiz bormi? Yo'q, pastda endi magazinga doplata qilib qo'yamiz. Tushunarli. Baribir so'rab, ruxsat qilib, Yaxshi. mehmonga borsa ham mamna qilib turadi. Oyi, yesam maylimi deb. Hmm. Misol uchun shatto yopishsa bo'ladi-ku. O'zi eng yoqtirmagan narsam mehmonni oldida sharmanda qilishda. Bir xil bolalar keladi. deyman. Yopishib olishadi. Bir xil boy tanishlarim bolalari keladi. Shunaqa beshit qiladigan bolalar bor. Hamma narsaga tegib, yalab ketishadi. 5-6 yosh bo'lsa ham. deyman-da. Baribir onani tarbiyasida ona befarq bo'lganligi uchun shunaqa. Adak bola kichkinaligidan tarbiyalanadi-da baribir. Pulimiz bo'lsa ham, ani oddiy narsa kiydirib davay qilib tashlamayman. Iloji boricha opasinikini unga kiydirib, как bolaligimda kiydirishgandek qilishga harakat qilaman. Men ham vechno opamnikini kiyganman. Sizni turmush o'rtog'ingiz o'zingizga o'xshaganmi yoki naoborotmi? Endi siz energichniy bo'lsangiz, Yo'q, spokойныйlarmi yoki mingiz ular ham plyus. shunaqamilar? Ular anaqalar. Bu nimada kuchlilar, aqllilar, lekin anaqalar, bo'shroqlar. Energichniy emas. Mani energiyam yetadi o'zi. Ularni ham charchatib qo'yaman, bir xilida yonimga olib yurasan. Qanaqa xirasani qo'yadilar. O'zi erkak kishi tabiatdan dangasaro bo'ladi-yu, ayol kishiga qaraganda. Ayolniki ko'proq energiyasi. Yashayotgan odamingizga ham bog'liq-da. Oldingiga qaraganda ancha aktivniy qilib qo'yganman erimni ham. Chunki baribir ayol kishi boshqaradi guruhiga qarab. Ko'pchiliklar boshqarmaydi, u yoqida er boshqa, xotin boshqa deydi. Baribir ayol kishi aqlli bo'lsa, hamma narsani joy-joyiga qo'yadi. Hurmatini ham joyiga qo'yadi. Biznesini ham. Bir xil ayollar bor, yo'q, maniki deydi, erini sindirib tashlaydi. Birga qilsang bo'ladi shu narsani. Biznesni. Maniki deydi, vaholanki liba ajrashib ketadi. Liba erini sindirib qo'yadi. Aslida qanaqa? Hozir endi ko'proq birga biznes qilishga harakat qilamiz. Chunki ular biznes qilib juda ham ko'p tushdilar. Mani eshitmadilar, chunki ko'p erkaklar shunaqa ayollarni eshitmaydi. Ayollarda intuitsiya bo'ladi lekin. Endi ular ham bizneslarni aytmaydilar, chunki men tushunmayman haqiqatdan internet. Ular treyderlar-ku. Target bilan treyder adashtiraman har doim. Ular trading bilan. Tradingda juda ham katta pullar ketadi. Tushasiz, ko'tarilasiz. O'shada ham stальные nervi kerak shekilli. Ular ham nerv deyveradilar. Bittada 50 ming yo'qotib qo'yishingiz mumkin. 30 ming dollardan. Biznesda mayli 2 ming, 3 ming, 5 ming deydi. U yerda bir sekundda 30 ming, 50 ming havoga uchib ketadi. Ular o'zlari uchun shug'ullanadimi yoki o'rgatadilarmi? Yo'q, o'rgatadilar ham, lekin hali kurslarni, ya'ni men aytgandek qilmaydilar. Men aytib, davay sotamiz deganman. Lekin ular anaqa, yo'q, men bunaqa sotmayman. Men qachonki chestniy отзыв qilib deb qo'yadilar. Endi bu ham to'g'ri, lekin bitta tomondan, chunki siz anaqa sotayotgan narsangizni, mahsulotingizga, servisingizga, baribir xizmatingizga uверен bo'lishingiz kerak-da. Yo'q, uверенlar bir xil, men aytaman, ayol kishini eshitmaydilar-da. Men misol uchun marketing bo'yicha men sizga plan qilib beraman yoki strategiya tuzib beraman desam, eshitmaydi-da. Boshqa odam bilan gaplashadilar shu narsani. Ayol kishini mana bizada ko'p ayollar uyda o'tirganlar ishlayman deydi, xohlayman deydi, lekin ularda uydagilar qarshilik ko'rsatishadi, bildirishadi, yordam berishmaydi, naoborot to'sqinliklar qilishadi. Bularga nima maslahat berardingiz? Birinchi qarshilik ko'rsatadigan tortish qonuni bo'ladi-ku, o'zi birinchi qarshilik bo'lib keladi-da. Nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi to'siq tushadi. O'shani yorib o'ta olsangiz, keyin yana bitta problemalar. 3-4 ta problemalar kelaveradi, chunki u odam o'smoqchi bo'ladi. O'smoqchi bo'lgan paytda problemalarga duch keladi. Problemadan chiqa olsagina o'sa oladi. Chiqmasa o'sha yerda qolib ketaveradi. Keyin o'zi ham
uncha xohlamayotgan bo'ladi, lekin ishlamoqchi bo'ladi. Ya'ni internetga qaraydi, hamma yuribdi-yu, man nima yozishim kerak degan narsa bo'ladi-da. Просто tak bo'ladi ko'pchiliklar. Bir xillarniki man qilgim kelyapti desa shunaqa beradi, keyin parod qilib keyin o'tiraveradi yana. Да. Bir xil ayollarni bilaman, что erini ham eplaydi, bolalarini ham, nankasi ham bo'lmasa ham o'zi internetda turib hamma narsani eplaydigan ayollar bor. От души xohlasangiz qiladi. Agar просто tak kimgadir qiziqib qoladigan bo'lsa bo'lmaydi. Demak, bu odamlar gapiradi-da, faqat boshqalarni ayblaydi, o'zi harakat qilmaydi. То есть qilaman degan odam qiladi. Qilaman deydigan odam qiladi, man qilganman-ku. Ko'pchilik mani ko'p tanishlarim mana oyog'i turib, oddiy oila, oddiy inson bo'lib turib ketgan. Siz boshida qaynona qaynota bilan yashovmidingiz? Hozirchi? Hozir mana shu qaynona qaynotam bilan yashaganimda ham ko'pchiliklar kuzatgan, yangi kelin bo'lgan paytimda bu bolani eplolmaydi, tuxum qovurishni ham bilmaydi deb o'ylagan. Yo, man что qayerqadir borishim uchun ertalab voqli turib, mana choy tayyorlab, hamyon tozalab, etib, chiqib ketib, kelib, keyin yana dars ishimni qilardim-da. Uspet qilay deb. Qarang, hamma narsaga ulgurardi. Nyangiz домработницangiz bo'lmasdi. Yo'q, u paytda bo'lmagan. Endi yangi kelin bo'lgan paytimda o'zim uspet tasavvur qiling, kofe choy ichasizmi? Makiyaj qilayotgan joyda tirs etib, katta xonadonga kelin bo'lib qolganman-da. Katta xonadon bo'lgan, 10 ko'pchilik sotix bo'lgan. uy bo'lgan. 10 sotix 12 kishilik xonadonga tushganman. Voy, hammaga xizmat bitta o'zingiz qilgan. Endi ana kichkina bolalar ham bor. Endi O'shada endi uchta baribir o'sin bo'lganmiz-da. uchta o'sin. Jinnixona. Просто ertalab zavtrak tayyorlardik. Hali ishga tushmasimdan oldin zavtrak tayyorlardik. Zavtrak qilib bo'lgandan keyin oyijon aytardilar, har doim zavtrakdan keyin prilsos qilinglar. Oyog'imga yotib, prilsos qilardim. Keyin xonam to'ltirlarni tozalab chiqardim. Keyin obedga harakat etdim. Obedga harakat qilib bo'lgandan keyin hamma yeb ketarmidi. Keyin obeddan keyin 1 soatgina mizg'ishga vaqt bo'lardi. O'zi hamma kelinlarda shunaqa obedda uxlash rejimi. Ozgina kirib qolarib, keyin sразу turib, ujinga harakat qilish kerak. Ujinga qilib bo'lgandan keyin bor dunyo idishda qolardi. 10 kishi oilada. Voy! Eng kichkina kelinga qolarmidi? Siz kichkina kelinmi deysiz? Bir dunyo qolardi. Keyin derdim, mayli. Hamma endi kichkina kelinga tashlab ketish kerak. Bu narsani miyada bor. Ya'ni o'rgatilganman-ku. Chunki opam kelin bo'lganlarida meni xizmatkor qilib olib ketganlar ayollarga. O'sha bu maktabdan o'tib oldingiz. O'sin qanaqa, qaynona qanaqa bilmaganman. Bilmagansiz. O'shaning uchun 10 yoshimdan, qo'rqmagansiz. 10 yoshimdan olib ketganlar. 11 yoshimdan bolalarni qarab yurardim, o'rnlariga supurib yurardim. Keyin o'zi bilardim bu narsani. Keyin o'sha 16 yoshimda san'atga kirib ketdim. 20da erga tegdim, o'sha 4 yil bu narsadan chiqib ketganman. Lekin bilardim что opam kelib, "Hey, qaynonang gapirsa", o'shanaqa o'yib olardi-da, gap qaytarma, ammalarim kelib gap qaytarsang. Ana qattiq tayyorlashganda bizada kelinlarga shunaqa qilishadi, gap qaytarma qaynonangga, qaynotangga, o'zining bunaqa bo'ladi, mana bunisi bunaqa bo'ladi. Er bu avliyo deb ko'rsatishadi-da. Shunaqa qilib o'rgatgan. Keyin men ham 4,5 da turishim kerak ekan deb miyaga qon quyishadi shunaqa. Как положено spiska tuzib qo'yilgan. 4,5 o'tirib, supurib, yog'ni supurib kelib, qo'li katta bo'lgani. Keyin sekin 4,5 o'tirganman. Keyin sekin qilib 7-8 ga o'tib olganmiz. Hatto qarasam, hech kim yo'q, bitta men supurib. Sani suv sepib qo'yardim, hatto supurganim bilinsin deb bir xilda yomg'ir yog'sa ham qurib qoladi. Suv separdim, что supurganim bilinsin deb. Shu keyin Qancha shunaqa yashadingiz? unaqa ko'p emas. Keyin sразу Rossiyaga ketganmiz. 2-3 oydan keyin Rossiyaga ketganmiz erim bilan. Yerda saltaroshmi, stilist bo'lganlar. U yoqda mashhur bo'lganlar. U yoqda ishlaganlar-ku. 6-7 yilmi u yoqda ishlaganlar. O'sha yerda birgalikda yashadinglar? Unaqa ko'p emas. 2 qat bo'lib qolganimdan keyin 3 oydan keyin Rossiyaga qaytib keldim-da. Keyin erimsiz 3 oy qaynonamnikida yashagan. Bu undan og'irroq, nimaga men chidashim kerak? Ya'ni oddiy Rossiyada ham mana oddiy ko'pchiliklar oilasini boqish uchun Rossiyaga ketadi. Xuddi biz ham xuddi shunaqa ketganmiz. Chunki men hamma narsamni tashaganman. Polni yig'gan, tergan pullarimni to'yimga ishlatganman, sarpamni qilganman. Nol anaqada. Bitta blogim bor edi paytda.
Endi Instagram rivojlanayotgan payt edi. O'shanda boshlanmadingiz 2019. o'zingizni blogingizni? Qachon boshladingiz? 2017 boshlaganman. U erga tegganmidingiz o'zi? Yo, undan oldinmidi? Yo'q, undan oldin boshlaganman. Просто так u paytda hali pul ishlash bo'lmasdi. Prosmotr bo'lardi, pullar bo'lmasdi, reklamalar. Nimalar qo'yardingiz o'shanda? Ana prikolli narsalar Prikolniy. qo'yardim. Toshkentga o'zi birinchi man olib kirganman-ku. Vayndan, Vayndan prikol qilib birinchi negativ man opitniy кролик bo'lganman. Boshqalar ko'rish uchun. Полный negativ. Siz yig'ganmisiz? Heytlarni man birinchi o'zimda tanovul qilib ko'rganman. Keyin qolganlar sekin-sekin u paytda 4-5 ta bloger bo'lardi-yu. 2018, 2019 uni sanoqli edi. Profillarni yurg'izadigan odamlar. Keyin karantindan keyin ko'payib ketdi-yu. Karantin 21 bo'ldi. Karantindan keyin hamma bloger bo'lib ketdi. O'shada mana shunga kirib ketdi. Yo'q, o'zi просто ko'pchilik karantindan keyin bloger bo'lib ketdi. Что eslayman, что birinchi reklamam 2018 mi nechidan 50 mingga qo'ygan ekanman. 50 ming so'm. Pastga tushib ko'ryapman, 30 ming so'm, 50 ming so'mga qo'ygan ekanman. Yo'q. Turman o'sha paytda. Endi shu narsaga ham tajriba bo'ladi-da sizga. Ko'rasiz. Keyin o'sha kelin bo'lganimda reklamalar ko'payib ketgandi. Keyin shu bilan Rossiyaga ketganmiz. Endi boquvchim erim bo'lgan, erim bilan ketganmiz. Lekin mazza edi. Shu gol karta berib qo'yardi. Nafas olib ishlatgandir. O'shani mazza qilardingiz. Urishib qolsam ham shunday olib tin. Urishib qolsam торговыйda yurardim-da. Iloji bo'lsa joy solib bersa o'sha yerda uxlab qolardim. Uyga bormasam. Rossiyaga ketganmiz. Xohlasang qimmat kvartirada turamiz, xohlasang arzonroq pul yig'amiz deganlar-da. Keyin arzonrog'ida turaylik deb, lekin один fig bo'lgan. Yig'maganmisiz bundoq. Rostdan tarakan bosgan kvartirada turganmiz-da. U yerda Rossiyada почти hamma joyda tarakan bor. Chunki ana zax-ku, zax domlarni hammasida bo'ladi почти. Arendator yashaganman-da, chog'asi mana oddiy bolaga erkakman, mana shu mashinasi ham yo'q edi-da, shu mana uylanayotganlarni men sevib qolganim uchun ketidan yurgan qanchasi mashinasi bor. Просто yaxshi ko'rib qolib tegganman. Bo'lmasa o'zbekona oilaligini bo'lib bu nechtasi bir yilga qolmay ajrashib ketyapti-yu. Shu семейный problema, bola uy ishini eplolmaydi. Men endi bolaligimdan pishirishganda tangen qilib opam. Tangen bo'lib yurganman. O'sha bolamni yelkaga olsalardi, o'ynatib yurardi. Rostdan ham shu 10 yoshimda, 9 yoshimda opamga ketganman. Shunaqa qilib yurganman, men tangen deyishardi o'sha payt. Pishganman. Ko'pchiliklar yarim yil, 1 yil ajrashib ketyapti. Nimaga? Ishdan. Ishdan yoki boladan yoki finansiy problema. O'shada sabr yo'q hozir, kutishmaydi. Shatta shu milliarderga tegishsa-yu, kartiye, hamma narsa bo'lsa. U kartiyeli aqling bormi? O'zi yegim keladi. Ozgina sabr qilish kerak, ozgina kutish kerak. Baribir sinov beradi Alloh shunaqa. Aqli ham bo'lish kerak-ku narsaga erishish uchun. To'g'ri. Men bu tub kallaga o'zi savol bersa hech bilan bilmaydi. Nima xohlaysan desa gelik deydi. Ha, mayli deb kulib qo'yaman bo'ldi intervyularda. Bizada men erga teganda erimda pullari normalniy edi, yaxshi pul topardilar. To'y bo'ldi, tantanaviy zo'r qilishdi. Keyin erga tegishim bilan odam deyishadi, mayli siz aytasiz hozir. Men keldim, ularning ishlari bo'lib qoldi. Nol. Men o'shanda dedim, voy tavba, qanaqa qilib yashayman, qiynalib deb o'shanda qiynaldim. O'shanda ham ularga ham rahmat deyman. Adam konvertda pul beruvdilar-da, men ovqat yo'q-da bizada pul uyga olib kelishga, bozor qilishga pul yo'q. Hattoki $100 ham bo'lmasdi-da. O'shanda keyin adam menga sekin konvertda $500 solib bersalar, o'sha konvertni o'sha zahotda olib mashinaga o'tkazib yurib ketdik debda, borib qaytarib berdilar-da. Adajon, biz hammasini o'zimiz qilamiz dedi. O'shanda mana sabr qilganman-ku, kutganman. Baribir o'sha paytda biznesimiz ham yo'q edi-da. Keyin уже Lasposa ochdik. Uni ham qiynalib uydan divan, stollarni olib kelib, o'shanda o'zimizni kuchimiz bilan-da qilganmiz. Harakat qildik. Hozirgi yoshlarda sabri yo'q. O'sha sabr aytolman, srazi kartiya xohlaydi. Ikkinchi xotin bo'lish.
variant qilib qo'yishdi o'zi 2, 3 shunaqa narsaga. Oson, man mehnat qilmayman, erim pul beradi, bo'ldi biznes qilib olaman, yuraveraman asalcha bo'lib. Yaqinda siz man bunaqa narsani hali ko'rmagandim, adashmasam. Endi yo'q, bitta qizda ham ko'rdim. Siz o'zingizni eringizga mashina sovg'a qildingiz. Bu Instagram uchun bo'ldimi yoki haqiqatdan real sovg'a qildingizmi? Ha, real sovg'a qildim, chunki man qon ichuvchi qizmanda. Bitta narsaga mana misol uchun dom oldik, uni ham tashabbus qildik. Man misol uchun pulimni haqiqatdan oilam uchun qilaman. Siz ham oilangiz uchun qilasiz, to'g'rimi? Hammasi. Komfortingiz uchun. Uy oldik, uyni remont qilish kerak, uy pulini to'lash kerak, uy ham normalniy, mana oddiy arzon uy olmaganmiz. Qoraqamish ham endi sivilizatsiya endi Sergeli arzonroq. Hammani o'zini rayoni bor, Yo'q, qimmat, yaxshi. qimmat. Mani oyim undan ham uzoqlarda yashaydi. Yo'q, o'zi Ahmoq rayonlarga qarab narxlar ham qo'yiladi-ku. Hmm. Endi normalniy joydan oldik, uy ham sredniy narx, unaqa qimmat ham emas, arzon ham emas. To'lashdilar, keyin uni qildim, buni olish kerak dedim, biznes qilaman dedim, keyin shu bilan hamma narsani tug'urdimmi? U bechora nima qilsin, yuraveradi deb mashinaga, mayli, bir kun bo'lib qolar deb. Topgan pullarni o'rganimdan keyin. Rosa yaxshi ko'rarkanlar-da sizni. Pul topsalar sразу ishlatib tashlaydilar menga. Olib keling bu yoqqa deb. Endi pulsiz bo'ladi ayol kishi o'zida. Keyin akalarni mashinasini yaxshi ko'radilar. Qora Gentra haydadilar akalar. Mehr beribmi akalar, qurardilar-da. Keyin to'xtadim, bitta Gentra bera qoling shu odamga dedim-da. Keyin man mashina eng yomon ko'rgan narsam o'zingiz olib, erim olib berdi degan narsani. Aldash. Ha. Yolg'on gapirish. Yoqtirmayman bu narsani. Ko'pchiliklar voy o'zingiz olib eringiz qilib berdi deysizmi? deb ana kelishadi-da. Keyin men aytaman. Instagram shunaqa O'zim bo'lib oldim, erim qoldi-ku. qilib beryapti deb prikol qilaman. Davr shunaqa bo'lib qoldi-ku. O'zing Shunaqa. qilasan-da, lekin ana Instagram uchun, odamlar nima deydi deb uchun o'zing Mani g'ururim yo'l qo'ymaydi bu narsaga. Aytdim misol uchun, menga brilliant olib bering, to'g'rimi? Brilliantni nima qilasan, o'ttirib. Senga hozir uni 2000 ga olib bersam. Hozir menga ham sotilmaydi-ku, bundan o'ylayapman nega. Undan ko'ra 2000 ga tilla olib bera qoling dedim. Gram katta bo'ladi-yu. To'g'ri. Brilliantni o'sha erim aytmasalar, men brilliant shu darajada 2 darajada past narxda sotilishini bilmas ekanman. Shu paytgacha yuraverganman, brilliant qimmat. Qimmat sotiladi. To'g'ri. Anu 5 selni minglik toshlar. komplekt olsangiz, Selni tosh bo'lsa, unda sotiladi. qimmat bo'ladi. Bagetlar sotilmaydi. Da. 5 minglik komplekt olsangiz, uni 2000, 2,5 mingga sotasiz. Voy, bu shunaqa arzon bo'lib ketadimi deyapman. 5 mingga tilla bering, undan ko'ra. Keyin o'sha kallam ishlatyapman-da, что erim ham aqlli, lekin ana jim yuraveradilar. Hamma narsani etib tashiyman, qilib tashiyman. Keyin shu mayli, shuncha harakat qildilar bolalariga, menga deb bera qoldim. Keyin qilolarga pishiradi. Undan kattasini kutaman. Keyin tug'ilgan kunimga berdilar-da. Ha. Voy, yaxshi lekin. Obratni so'rab oldim men shuni ham. Undan qimmatroq. Ayollar shu bo'lish kerak-da. Shunaqa keyin urushganimizda olib qo'ydilar. Kerak emas, qaytarmayman paytda deb sotib yubordilar. Keyin tug'ilgan kunimda keyin kecha yana yangi berdilar, qo'ymadim hali. Sizga mashina olib berdi. Hozir ham yangi mashina yuraman, hali ko'rsatganim yo'q. Hamma narsani man уже ancha anaqadan chiqib qolganman, nima deydi, ovqatlanishga borishdan, unaqa ko'rsatishdan. O'zi azaldan unaqa emas edim, chunki ko'p aytardilar uyimdagilar. Ko'rsatma, qiynalganlar nima qiladi deb. Lekin ko'p blogerlar bilan yuraman. Sirasi ovqat olishadi, taqdir olinglar. U narsalardan уже qiziqmayman u narsa. Maqtanishga, nimadir olsam, mana men oldim, mana bunchaga deb narsa. Salani уже seryoznilashib ketyapman men deb qo'yaman ichimda. Necha yoshdasiz? Kampir bo'lmadi, lekin seryoznilashib ketyapman chetda deb qo'yaman. Haqiqatdan ko'p xalq o'ylayveradigan bo'lib qolganman-da. Misol uchun, cherezdagi restoranga boraman, erim bilan maqtanmayman. To'g'ri. Nimaga kerak? O'zingiz uchun borasiz-ku. Odam o'zi uchun baxtli bo'lishi kerak-ku. Qimmat restoranga olib borib, qimmat narsalar beradilar. Uni keyin o'sha payt qo'ymayman. Keyin qachondir nimadir so'rab qolishsa qo'yaman. Lekin men bitta ujinga, men bitta zavtraka, men bitta
kuniga nechta joyga kiramiz, lekin u narsalarni qo'ymayman. Chunki уже sezyapman, bu blog orqasidan judayam ko'p oilalar ajrashib ketayotganini. Blogerlar ko'rsa ham manfaatli bo'ladi deydi. Narezka qilamiz. Rostsanamda soxta baxt orqasidan ko'pchilik ajrashib ketyapti. Ajrim ko'paygan misol uchun. Mana bu blog yuritmaydigan paytimizda buni misol uchun karantindan oldingi paytdan ko'ra karantindan keyingi ajrim juda ko'paygan yiliga. Nimaga? Soxta baxt tufayli. Hamma meni Gul berdi. berdi. Yokida Mashina berdi. рассрочкаga oladi, yokida nimagadir qarz oladi, o'sha narsani sotib oladi, keyin erim berdi. Ha, eriyam turib beradi. Endi xotin majburlaydi. Xotini bo'lgandan tushib beradi-da, ularni ham to'g'ri tushunaman. Tushib bermasa, xotini xafa bo'ladi, keyin ur janjal chiqadi. Mayli deb turib beraveradi ular. Shuning uchun siz hozir soxta baxtni ko'rsatishga qarshisiz. Men baxtli bo'lganimni ham ko'rsatmayman, menimcha. O'shanga to'g'ri seriyozlashib ketaman. Endi siz bu narsani ijtimoiy tarmoqlarni kuchini bilgansiz-da. O'shaning uchun endi hozir o'zingizni boshqalarga ответственный bo'lganingizni mas'uliyatni sezyapsiz-da. Va Chunki sizda bir necha million подписчиklaringiz ko'radi-da. chunki ko'p misol uchun davlatda tadbir bo'lsa ham blogerlarga aytib e'lon qilishadi-yu. Chunki blogerlar baribir misol uchun biz qizil kiysak qizil kiyishadi, sariq qilsak sariq qilishadi. Baribir bizga qarab yurishadi-da. Fikr qiladiganlar bor. Biz yig'lasak qo'shilishib yig'laydiganlar bor. Biz ajrashib ketsak qo'shilishib mana ajrashaman deganlar bor. Yaxshi ko'rib qolishadi-da. O'shaning uchun iloji boricha tarbiyali blog demayman, sal tarbiyaliroq narsalar qilish kerak-da. Unchalik "Men milliarderman" deb ko'rsatib. Lekin sezdim, sizni blogingizda ham oldingi paytdagi слишком ko'p vayna qilardingiz, hozir уже boshqacharoq yurg'izasiz. Bu, наверное, shu ta'sir qilgani uchun-da, to'g'rimi? Yo'q, vaynlar qilamiz. Xalqdan chiqib kelib, o'zimni jinnilarimni olib tashlagan holatda, odamlarga yoqadigan, tahlil qilib qiladigan bo'lganman. Oldin opit bo'lmagan. Shaq etib olib qo'yarlar. O'ylamasdim, kim nima o'ylaydi? Menga shu yoqda mana shu narsa bo'lishi kerak derdim oldin. Hozir o'ylab, to'xta. Bunaqa desam, bunaqa statiya bor, bunaqa desam, bunaqa statiya bor deyman. Ko'karganga mana bu statiya bor deyman. Hamma narsani o'ylab, mani hech qayerga chaqirmaydigan qilib, keyin blog qo'yaman. Statiyalar bor-a, lekin Mana misol uchun ikkinchi xotinni olib chiqib bo'lmaydi. Xotinni urayotgan videoni olib chiqib bo'lmaydi. Oldin bo'lardi. Hamma narsa bo'lardi. Hozir uni olib chiqib bo'lmaydi, buni olib chiqib bo'lmaydi. Haqorat olib chiqib bo'lmaydi. Ayollar yomonlab chiqib bo'lmaydi. Uni yomonlab chiqib bo'lmaydi. Statiyalar ko'p. lekin yaxshi bir tomondan. Bir Yaxshi. tarafdan zo'r. Da, Lekin bu erkin blog bo'lmayapti-da sal. Ya'ni biz u narsaga da'vat qilmaymiz. Seriallarda mumkin-ku. Seriallarda qo'yishadi, ikkinchi xotin, uchinchi xotin, u yoq bu yoq 18+ qo'yadi. Lekin blogda ko'p anaqa qilib qo'yib tashlashyapti. Даже eski videolarimizga ham chaqirtirishadi. Yo'q-e, olib tashlaydi. Olib tashlang deb. Уже bu qonun 2024 kirdi-ku, biz 22 qilganmiz buni. Farqi aylanyapti-yu даже dot. Bo'pti. Biz hech nima qila olmaymiz. Bir xil paytda даже aytishadi, nimaga olib chiqmayapsiz mana bu temani deyishadi. To'g'ri tushuninglar. Bizani ham oilamiz bor. Biz ham anta 15 sutkaga o'tirib chiqish niyatimiz yo'q. Kim boqadi u oilani? Ko'pchiliklar men olib chiqaman deb qaysidir chiqadi, сразу 15 sutkaga chiqadi. Undan ko'ra hech qanaqa temaga aralashmay, hech kimga gapirmay, uni gapini mamnaqa xalq mamnaqa chunki miting bo'lib ketishi mumkin-da biz boshlasak. Hamma birdan. Birgalashsak, xalq kuchliroq. O'shaning uchun biz jimgina tarbiyali, odobli yuraveramiz. Hamma oilam deydi, ular ham oilam deydi. Lekin tushunishmaydi, bizga yozishadi. Nima siz temani ko'tarmayapsiz deb. Tushundim. Mana shunaqalar bo'ladi-yu, mana buni gapiring, buni ko'taring. Nimaga mana qilmayapsiz deb bizga bunaqa qilishadi. Bizga turib tushuninglar, bizdan ham
tepada anaqa kuzatib turishadi bizani ham har bitta blogimiz, har bitta videoyimiz. Chunki mashhur bo'lganingizdan keyin buyoqqa nima bu buya bu даже har bitta biznesimizga ham odamlar qarashadi. Man bu shaxsiy brendni yoki shaxsiy blogni boshlamoqchi bo'lganlarga nima tavsiya qilardingiz, maslahat? Mana baribir yangi insonlar ham kirib kelyapti. Instagram даже rivojlantiryapti yangi sahifalarni. U nima beradi o'zingiz shaxsiy brendingiz va qanaqa qilib shunga kirsa bo'ladi? Yogida so'z topish kerak. So'z? Ya'ni bir xilla bor, yuzini ko'rsatolmaydi-ku. Yuzimni ko'rsatolmasam qanaqa qilib mashhur bo'laman deydi-yu. Обязательно qo'l ishtirok etishi kerak bu narsaga. Gap. O'sha gap, misol uchun man "Hi guys" deyman. Yokida kimdir "Brilliantlarim" deydi. Kimdir misol uchun bitta shop bor, Shahzoda shop, "Jannat yuzlilarim" deydilar. То есть shuni ishlatish kerak. O'zini har bittani izyuminkasi bo'ladi-yu. Har bitta qizga shunaqa gapirish kerakki, u inson litsosini desam, "Esingdami, anu mani asallarim" deydigan qiz bor-u deydi. O'shaning uchun pechenkalar paydo bo'lgan, zuzunichkalar paydo bo'lgan. U mani o'zimni har bitta mana misol uchun man "Hi guys" desam, hamma "Qani" deydi. Nima deysiz siz? "Hi guys" deyman. Man har Hi doim guys. "Hi guys" deb chiqaman-ku. Уже o'rgangan odamlar "Hi guys" deb nimaga gapirmay qo'ydingiz deb. Qaraysizlar o'rtoqlar degani-ku. Oddiy so'z. Esimda bor, gapirardingiz. "Hi guys" demay qo'ydingiz, sog'indik deb qo'yishadi. Hammani o'shaning uchun o'zini niki yoki litsosi liba gapi bor. Hamma mana shu darslar o'tilgandan, amma оказывается, что blog yuritganimdan boshlab to'g'ri qilgan ekanman deyman. Tug'ma talant ekanman deyman ko'pincha. Hozir endi darslarga o'tib, hamma o'zini izyuminkasini topishni o'rgatadi. Amma uni o'zim bilganman u narsani. Intuitsiya. Intuitsiya bo'ladi shunaqa narsalar. Shu so'z topish kerak. Lekin agar yuzini ko'rsatsa, bu ishonchli odam bo'ladi. Shu ishonchli odam, приятный odamdan narsa sotib olman degan narsa bo'ladi. Yuz ko'rsatgan ham ancha foydali. Lekin bir xilla bor, yuzimni ko'rsatolmayman deydiganlar. Shu shaxsiy brend, конечно, mashhur bo'lsangiz, продажangiz ko'proq bo'ladi. Yana nima qilish Ishonchliroq. kerak? Man yangi insonman. O'zimni sahifamni ochmoqchiman. Nimadan boshlashim kerak? Blog yuritishni. Blog. Siz birinchi internetda o'rganing deyman. Birinchi anaqa pulim yo'q desa, YouTube'ga kir deyman. Ruschani bilmayman desa, o'rgan deyman. O'rganish kerak-ku. YouTube'ga kirsangiz, любой narsani tekinga o'rgatadi. Rus blogerlar. O'zbeklar to'g'ri o'rgatmas. Kam. Lekin ruslardan Endi ko'payyapti. hamma narsa, endi ko'payyapti. Bu ruslar tekinga ko'p narsani o'rgatadi. Nimaga o'zbeklar o'zbek kurs sotib oladi? Chunki rus tilida miyasini qiynagisi kelmaydi. To'g'ri. Xuddi shu 100 ming, 1 millionlik kursida xuddi Rossiyada tekinga o'rgatib qo'yibdi mana YouTube'da. Lekin 1 millionga sotib oladi, shu ruschani o'rganmaslik uchun. Men boshida montajni qayerdan o'rganganman? YouTube'dan o'rganganman. Shunday yozganman. Oldin videolip bo'lardi. Videolipda yozardim, как можно монтаж сделать videolip deb yozganman. Keyin chiqib, qanaqa qilib o'chirib, qanaqa bir-biriga ulashishlarni ko'rib, u paytda hech kim montaj ham o'rgatmasdi-ku. Men qayerdan o'rganib qolganman bo'lmasa, YouTube'dan o'rganganman. To'g'ri. O'zim anaqa qilib, sketchat qilib, qaysi joylariga kerak, zvuklar. Tug'ma talantamda bu, men o'zimni maqtashda emas, просто odamda ideya bo'lishi kerak-ku. Misol uchun, ko'ylak yaratayotganingizda ham siz o'zingiz o'ylaysiz, men bunga bunaqa qo'yaman deb. Montajda ham talant kerak. To'g'ri. Muzika joyiga muzika qo'yish kerak, joyiga o'sha effektlarni qo'yish kerak. Hozir montajlaringizni o'zingiz qilasizmi? Hozir qilmayman. Undan oldin polni o'zim xos komandam bor-ku. Montaj alohida, mobilograf alohida, u alohida, hamma narsa alohida bo'lgani uchun hozir уже uchta bolam boyib o'tiribman-da. Telefonim ikkita telefonim turibdi, lekin ikkinchi telefonimni qidiryapman. Habib turibdi, ko'rmayapman. Menga ketib qolgan o'sha. Men ham shunaqa qo'limda bunday olib yuraman. Telefonim qani deb qo'limda bo'ladi. O'zi menga ketib qolgan. Hozir komanda bilan ishlamasa, miyada уже ko'p narsani o'ylayverasiz. Shu narsa qolgan. Shu
Blog YouTube'da o'rganing. Yana nima qiling? Ideya qanaqadir bo'lishi kerakmi? ideya bo'lishi O'zingizni kerak. Aytyapman-ku, sal talant ham kerak. Hamma bloger bo'lib ketgani bilan sifatli bloger bor, sifatsiz bor. Sifatsizni pastga urishda emas, просто kreativ bilan bir xili bilasizmi, bitada ko'tarilib ketadi. U Ha. kreativniy, Hmm. ya'ni необычный narsa. Hamma bloger bo'lmoqchi, o'sha videoni olyapti, prikol qilyapti. Lekin kreativность degan narsa yo'q-ku. Mhm. O'shaning uchun ham hamma ham zo'r millionlab bo'lib ketmaydi. Mhm. Chunki odamda shu kulgili narsa o'sha eski narsa bo'lyapti. Yengillik bo'lmayapti. Kamdan kam bo'ladi. Bir yilda bitta yangi bloger chiqadi, 3 yildan keyin eskiradi. Bir yilda yangi bloger chiqadi, yana 3 yildan keyin eskiradi. Va balans ushlab turish ham kerak. Hmm. U balans ushlash o'sha qiyin. Siz qanday qilib o'xshaysiz? O'sha edi, man 7 yil bir pasda 7 yil bo'lib ketibdi, tavba dedim. Haliyam yaxshi. Bir xil shunda 7 yil- ko'tariladi-da, shunda tushib ketadi. 7 yilda shuncha mingta odam yig'dingiz-a? Millionda qancha? 2,5 million. 2,5 million. 7 yildami? Boshi zo'r ekan. Yo'q, вообще zo'r emas, bu sekin. Bir xillab bittada 1 millionlab yig'adi. Aytaman, kimdir trend bittada chiqadi. Hmm. Bir yilda yig'yapti 1 millionni. Mhm. Ama 2 yilda 200 ming bo'lgan yokida shunaqa sekin. Man 650 mingni o'zim yig'ganman. Qolganiga уже givlar вообще Givlar. ko'payib ketdi. Ha, Man o'sha paytda qo'shib modniy qo'yaman, u bo'lgan. yoq, bu yoq deb Hmm. keyin qo'shilib ketganman. Keyin hozir по-любому kuniga nechtadir keladi. Endi man katta bloger o'zim, Mhm. trend qilsa ham har bit даже kechagina bitta video oldik, 10 million bo'ldi. O'sha video menga 15 mingta obunachi olib keldi. Hmm. Ya'ni zo'r narsa ideyadan ham obunachi ko'payaveradi. Hozir raqobatchilik kuchaygani uchun baribir yangilik narsani ham biznesda xuddi shunaqa, ham blogda ham shunaqa. O'sha aytaman, hali o'zimga blog olishim kerak. Yana proyektlar olamiz-a, man o'zim SMM agentstvom bor-ku, proyektlar olamiz. Proyektlarni ham olasiz? Ha, proyektlar qimmatroqga olamiz. O'shani noldan to'g'ri qilib qanaqa videolar olish kerak, ularni mashhur qilishga yordamlashamiz. Unga ideya qilish kerak. Deyman, O'zingiz qilasiz. Ha, chunki ideyani men beraman-ku. Siz berasiz. Ha. O'shanga kulanadi. Qanday qilib hamma narsaga ulgurasiz? Svet qilarkanman, Uxlaysizmi yana o'zi? uxlashga harakat qilaman, lekin ko'p uxlamayman. O'ylayverganimdan. Keyin hozir o'lgan ustiga tepgan qilib 3 tali gruppa qolmadi. 3 tali gruppa bu nima degani? Sitoradagi gruppa qilyapman hozir. Ashula aytasizmi? O'zi men xonandalikni bitirganman. To'xtang degan. O'zi siz nima ish qilasiz? Bunaqa adashib ketdim. Qaysi nimani qilasiz? O'shanga kulaman deb. Baribir san'atni yaxshi ko'raman-da. Maqomni bitirganman. Endi ashula aytasizmi? Voy, Endi pul bor, ashula aytaman. Ha. Bilasiz, klip olish kerak, ashula yozish kerak, pul kerak. Kim bilan Aktrisaliga aytasiz? pul tikish shart emas. Nimaga bitta o'zingiz chiqmaysiz? Nimaga 3 tali bo'lasiz? 3 talik qilayotganim hozir aytaman, bundoq o'ylab chiqib, statistikaga qarab chiqib, hozir hamma so'lniy chiqyapti, jinnichalar ham chiqyapti, zo'rlar ham chiqyapti. Taqir 3 talik ham. 3 talik yo'q. Qani? Ko'rsating, Faqat bitta Sitora. Sitora opalami? Mhm. Boshqa hech kim yo'q. Ularning yoshi katta, ularni hurmat qilaman, lekin o'zi yoshi katta-ku. Ular 35 yosh ham emas. Mhm. Mana yonadigan payt. O'sha Jennifer Lopesda ular. Endi Yoshroq. siz chiqasiz. Ha. Endi yosh gruppa chiqish kerak-ku. O'zimiz Panserova chiqyapman Shu hozir. narsani maqsadi nima? To есть Ijod, ijod. to'y emas. Ko'pchilik, to'yga qo'yasizmi? To'y menga qiziq emas, deyman, chunki to'yda yurib bo'lganman ko'lash paytida. Chiqqanmisiz to'ylarga? Ashula aytib. Fonogramma qilib, ana dejurka bor, 3 soat, 4 soat oyoqlarim ishga. Farqiga qattiq pul bo'lsa o'sha hozir to'lardi. Lekin ko'pchilik blogerlarda bundoq qarasam, тоже ular ham ashula aytadigan bo'libdi. Mana Qarang, blogdan pul bo'lmayaptimi? Ashula aytib pul qilyapti, to'yga chiqyapti. Ovoz yo'q. Davay jonli aytgin desa, bo'yadida. Просто men hurmat qilmayman, qanaqa bittashularni normalniy aytolmasa qanaqa u san'atkor. siz живой ayta olasizmi? Ha, men живой ayta olmayman. Maqomni bitirganman-da, maqomni ancha-muncha odam bitirmaydi. Yo'q. Просто aktyorskiga kirib, keyin vaqti 8 dan 8 gacha bo'lgan.
Ammo unaqa ruxsat berishmasdi uyimdagilar. O'zi san'atni yoqtirishmagan. Uyga borib yig'ishtirishim kerak, ovqat qilishim kerak, u yoq bu yoq degan. Keyin vaqtim bo'lmaydi deganimda ashula ham aytib berganman u paytda. Xonandalikka o'tgan, obedgacha deyishgan. Xonandalikda o'tib ketganman shu bilan. Sizni eringiz bu narsaga qanday qaraydi endi? Ammo o'zim prodyuserman-ku. Hech kim tepamda xo'jayinim yo'q. Любое время kel demaydi. Ammo o'zim Yo'q, endi oilaga vaqt ajratmaysanmi, farzandlarga? ajrataman. Yakshanba kuni iloji bo'lsa hech nima olmaymiz. Семейный день qilamiz. Jinnixona bo'lib ketadi o'shanda. Voy xudoga shukr deyman. Zooparkka boramiz, tog'larga chiqamiz, bolalar bilan narsalar qilamiz, o'ynaymiz. Yakshanba kuni семейный день hech nima olmaslikka harakat qilaman. Bo'lmasin deyman iloji bo'lsa. И u семейный narsalar bo'ladigan bo'lsa kalendarga как ishtaka belgilab qo'yaman. O'sha paytga hech nima olmaslik uchun. Da, mana shunaqa. Ana sizlarga layfhak. Ishlaydigan onalardan realniy ishlaydigan. Men ham yozib qo'yaman farzandimni vaqtida. Rostdan ham-da, bo'lmasa esimdan chiqib ketib olib qo'yaman ish. To'g'ri. O'shaning uchun belgilab qo'yaman. Shu aytaman, o'lgan ustiga tepgan qildimman, deyman o'zimga o'zim. Qayerdan bu mana shu xohish qayerdan mana bu energiyada nima oxiri mana bu qaysi natijaga erishmoqchisiz? Maqsad bu deyapsiz-ku ijod qilish. Nimaga erishmoqchisiz? Shuncha narsani qilasiz-da. Bu yerda orqasida pulni o'ylamayman hech qachon. O'zi pulni o'ylamay mehr berib qilsangiz, o'zi pulni o'zi keladi. Agar siz mana pul maqsadida qilgan ishingiz uncha o'xshamasligi mumkin. Chunki bilaman, что ijodkor odam ijodi zo'r bo'lsa, xalq o'zi ko'taradi. Keyin само собой pulni o'zi keladi. Ko'pchilik keladi. Ha, to'y uchunmi? Ha, pul uchunmi? Yo'q, men hech qachon hech nimani pul uchun qilmaganman. Mehr berib, даже blogerlik ham bunaqa mashhur bo'lib ketdi, blog bo'lib ketadi deb o'ylamaganman. Просто obunachiman. 10 mingta odam ko'ryapti. Voy, 3 ming, 5 ming. Men uchun u paytda xursand bo'lganman. Hech qanaqa xayolda pul bo'lmagan. Lekin hozirgi insonlar pul bloger bo'laman, pul ishlayman, mashhur bo'laman deb kirishadi. Men просто tak kirganman. Kelin qo'ynini ham o'xshasa o'xshadi, bo'lmasa yo'q. Pulini o'ylab, mashincha qo'yniga mashincha beraman deb o'ylamaganman. Plan qilmagansiz, reja, faqat Yo'q. xohish bo'yicha. Men o'zim xohlagandek dizayn, men o'zim anaqa shu narsalar xohlab bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa mayli, biznes-ku deyapman-da. Lekin mana shu bir xillarda blogerlarda pul ko'p deyishadi. Reklama bo'lmaydigan payti qaysidir ishdan pul kelishi kerak-ku. Shu kelin qo'ynidan keldi. Mehr berganligim uchun. To'g'ri. Hozir shuni aytmoqchi edim. Bitta narsaga urg'u beraversangiz, o'sha joydan ham ko'karib chiqaveradi, daraxtda joyida. Lekin yaxshi baribir tomirini bilish kerak-da bu biznesni. Mehr berish kerak. Keyin kolleksiyani yangilab turish kerak. Bir xil mana bir yildan beri qo'yni chiqarmayapman dedi. Asan yangi qo'yni qo'shmaganingdan keyin. Zarinani ham xatosi 15 tachami, 20 tacha qo'yni bilan bo'ldi. Yo'li 100. Klient tortadi, remonti yaxshi, lekin tovar yo'q. Tovar kam bo'lsa, bu biznesda shunaqa. Kelinlar bitta joyga borsa, birdaniga 50 ta, 70 ta qo'yni olib chiqib berish kerak-da. Tanlov bo'lishi kerak. Yo'q, o'sha menda ham 80 ta qo'yni bor-da. 80 tadan ham oshgan bo'ladi. Bunday kelishadi-da. Просто ko'z bilan qarab ketib yoqmadi deyishadi. Hozir 80 tasini ko'rmadingiz-ku deyman. Просто ko'zni o'zida bundoq qilib qarab qo'yadiganlar ham bor-da. Siz qanaqa kam tovar bilan odam ushlab qolasiz. Shuning uchun kam tovar bilan ham ushlab qo'ymaydi odamni. Bilan eringiz bilan shunaqa kunlar bo'lganmi? Ajrashaman degan paytlaringiz. Bo'ladi, постоянно bo'ladi. Sizdan chiqadimi yoki ulardanmi? Bo'ldi, ajrashaman. Chaqlimiz chiqarsalar. U ayol kishi deb постоянно bo'ladigan narsa yo'q. Bo'ldi, ajrashaman. Men xohlayotgan narsalar qilmayapsiz. U yoq bu yoq de, keyin nima bo'laman de. O'zi ayol kishi mana shunaqa qaynab turadigan bo'ladi. Bir qarasa yaxshi bo'ladi, bir qarasa yomon bo'lib qoladi. Ko'p oilada bo'ladi. Har kechagina ham bir kilo olib chiqdim. Bo'ldi, ajrashaman deb. Ras, 2, 3. Keyin yana bitta qattiq janjaldan keyin yana qattiq chiroyli sevgi paydo bo'ladi. Demak sizga yoqadi bu narsa. Emotsionalniy kacheli. Zerikib qolmaysiz, emotsionalniy kacheli real.
O'zi bir yilda shunaqa har bitta oilada bir yilda 2-3 marta shunaqa janjal bo'lib turadi yoki bir yilda bir marta. Любой oilada bo'ladigan Bo'ladi, narsa. to'g'ri. Nima sizni ushlab turadi? Farzandlarmi? Yoki Shuna sevgi? farzandlar. Farzandlar? Baribir любой oilada deylik 5 yil bolangiz bo'lmasa ajrashib ketasiz. Hmm. Chunki bola ushlab turadi. Bolani ko'rgani keladi, ko'z-ko'zga tushadi, keyin yana urushasiz, keyin bolaga bu narsa bo'ladi. Shunaqa Lekin narsa. bizada 7 yilda bo'ldi. Bo'lmadi Yo, bizada sevgi boshida. yo, sevgi ham ushlaydi. Hmm. Ну, ko'pchiliklar даже 1 yil bolali bo'lmasa ajrashib ketadi. Hmm. Liba juda kuchli sevgi bo'lishi kerak, Mhm. liba bola. Hmm. Liba bolada. No, to'g'ri, bola uchun ham ko'pchilik yashaydi, no o'sha paytda ham o'zini qiynab qo'yadi. Ну, u majburiy narsa bo'ladi. Majburiy. Imkoniyati bo'lmaganligidan yashaydi. Hmm. Deylik, siz bilan mendagi yaxshi biznes ledi bo'lsa, eriga qarab o'tiradimi? Siz uyga qachondir qaytib borganmisiz bolalaringiz bilan? Narsalaringizni yig'ib Ha, ketdingmi? ha, ha. Manman. Safiya 1,5 yoshida uyga qaytib bormagan, kvartiraga chiqib ketganman. Ha, Chunki uyga bormagan. akam uylanishi kerak bo'lgan. Men bilaman, что ertaga to'y qilishligi kerak. Men lishniman. Oyingizlar shu narsa shu paytda nima deyishadi? Kelib uyimga yur qizim ketamiz deyishgan. Bir xilla uydagilar sig'dirmaydi-yu, yo'qol uyingga ket, men seni uzatganman. O'shada mana shunaqa Unaqa qilishmagan menda. Yo'q, ke qizim, bag'rimiz keng, uyimiz kichkina bo'lsa ham bag'rimiz keng, qizim yur deyishgan. Yo'q dedim, men kvartirada turganman. O'sha payt 300 dollarga turardim. Tushunarli. 5 oy kvartirada yashaganman. Keyin yarashib ketganmiz va bu отдельно ham yashab ko'rish kerak o'sha paytda. Bo'ldi, ajrashaman degan paytda reysga ajrashib ketadi bir xillada. Keyin afsuslanib yuradi. Qaysidir biri gapirolmaydi, qaysidir biri уже gapirmagandan keyin boshqasiga uylanib ketadi, kerak deb ketadi. Va bu alohida ham yashab ko'rish kerak, что bir-biriga to'ydimi ular haqiqatda yokida просто так to'yib ketdimi birga yashayverib. Kecha menga bitta voqeani aytib berishdi. Bitta er xotiniga taloq beribdi, bitta taloq aytibdi. Kvartiraga bolalari bilan olib borib qo'yibdi-da chiqarib. Xotinidan gaplashmabdi-da. Где-то faqat bolalariga kelib ketavergan. 3 oy orada o'tdi. Undan keyin boshqa yer eshik ochyapti. Nima bo'ldi desa, kimsan desa, men eraman desa, men eraman. Yo'q, sen 3 oy kelmading-ku, taloq bersa ochilarkan, anaqasi boshi ochilarkan, boshqasiga yerga tegib ketsa bo'larkan. Представляете, shunaqa manaqa, ha? Ko'rdingiz? Kimdir ozgina vaqt, ozgina muddat отдельно yashasa, сразу boshqasiga yerga tegib oladi. O'shani aytyapman-da, kimdir etolmay yuradi-da, davay yarashaylik deb. Уже kimdir yerga tegib ketadi yoki uylanib ketadi. Haqiqatda o'sha narsani kimdir poylab turgan bo'ladi. O'shani aytaman. O'zi отдельно yashasa, hamma o'z yo'lini topib ketadi. Liba ketadi, liba qaytib keladi. Biz qaytib yarashganmiz paytda. Endi bitta bola paytda bo'lganda katta janjal qilib, mana shunaqa 5 oy yashamaganmiz-da. Lekin orada urush janjal, bir-birimizdan so'kib, как положено haqoratlab. Er-xotin bir-birini haqoratlaydi-yu, ayol kishi ayniqsa, sen bunaqa eding deb biz birdan yoyib yuborardi. Keyin blokka tiqib qo'yardingiz. Keyin yana ochib yana yozib. Da. No, sizni eringiz og'ir bosiq shakli-da. Men ko'proq haqorat qilardim. Yozib olib blokka. Yozib olardim, blokka tiqib qo'yardim. Keyin yana jim uni ham pechatать bo'ladi, o'sha payt tiqib qo'yardim. Qo'yil. Xo'p, agarda siz mana 5 yildagi avval vaqtingizni olsangiz, Xonzodaga nima maslahat bergan bo'lardingiz o'zingizga? 5 yil oldin. Nima maslahat bergan bo'lardim? Mundoq qarardim, arabskiy sabrdirda. Arab tilida mana bu sabr degani-da. Kecha anaqadan keldim. O'sha tomonlardan. Mana birinchi marta Даже reaksiya qilmaydi. Bundoq. Dubayga borganimda birinchi marta morоженое so'raganim, one ice cream desam, qaramay ekanam-da. One ice cream please. Jahl bilan aytganman-da. Keyin o'sha payt
nima manga bunaqa qildi desam qarasam keyin yo'da sabr ekanda. Sabr qilgin. Keyin успокоиться qilib kun bo'yi o'ylab yurganman nima manga ko'tingni qisganda bu deb. Keyin bilganman что bu chiroyligina sabr degan ekan. Ha bizanikilar o'sha 5 yil oldingi Xonzodaga hammasi zo'r bo'ladi, faqat sabrli yurganda bo'lardi, bo'ldi. Hech kim urmagin derdingizmi yo baribir urardingiz? Urur dedim man. Aytib qo'yardim 2 marta urib yubor baribir o'sha bo'ladi. Yo man besabab urmayman. Просто чересчур odam bilan nimada jim turibdi-yu deb qo'rqoq. Man unaqa gapirib tashlay olmayman. Bir xil gap bilan yopishtirib tashlaydi-yu. Man bitta urganim yaxshi, gap bilan yopishtirganimdan ko'ra. Mani bilishadi ko'pchilik o'zi tanish yaqinlarim o'zi mani ushla olishmaydi. Urishmaydimi shu paytlarda? Hoy, bosib ol o'zingni. Nimaga? Urishmaydi. Молодец, zo'r qilibsan deyishadi. Yaxshi qilibsan deyishadi. Chunki bilishadi meni xarakterimni. Besabab urmasligimni, kamdan kam urishligimni. Juda haqoratli narsalar bo'lsa bo'ladi shu narsa. Man o'zimni ushlab bilaman, oddiy narsalarga borib tars etib urib kelavermayman. Faqatgina mani qonimdan chiqarish olsa shunda ham o'chib qolib uraman-da. O'shaning uchun yaqinlarim bilishadi menga lishniy gap o'chib qolaman. Просто miya o'chgandan keyin hech qatim shilindimi, kesildimi sezmayman, uraman. Shunaqa anaqam bor. Faqat o'chib qoladi miya. Sizni hayotingizda nimadirga afsuslanadigan narsa bormi? Yo'q, hammasiga xudo даже что O'sha bir xil vaqt qaytsa, men o'sha narsani qilmagan bo'lardim degan. O'ylamaysizmi hayolingizda bunaqa narsa aylanmaydimi? o'ylayman, что hozir ham xudoga shukur hamma narsamiz bor, lekin bundan ham zo'r bo'lib ketardim agar что mana bunaqa qilmaganimda, mana bu xatolarni qilmaganimda degan narsa bo'ladi. Masalan, nima xato? Misol uchun ko'p bizneslarni yopib borishim, qayerda pul tikishim, qayerda maslahatlashmaganim. Hozir kamida 10 tacha uyim bo'lardi. Ko'p pul yo'qotganman-da. O'sha menga hech kim aytmagan pulingni yig', investitsiya qil, uy ol yoki mana bu olib qo'y degan narsa bo'lmagan. U paytda endi hozir ko'payib ketdi. Investitsiya qiling o'zingizga, aqlingizga, bilimingizga, uyingizga deb. Oldin u narsa bo'lmagan. Pul topganman, lekin tashlaverganman. Nimalarga? Aylanib yurardingizmi sayohatlar qilib? Yo'q. Sayohatlar ishlab arzimagan narsalarga ishlab tashladim, yeb tashladim, kiyib tashladim. O'sha narsa bo'lmaganda. Haqiqatni o'rgatishmagan o'sha paytda. Demak, hozir bizani kuzatayotganlarga shunaqa maslahatda o'zingizni pulingizni investitsiyaga yig'ib turing. Конечно, hozir pul topishsa qimmat kiyinishadi. Man ko'p pul topaman, xudoga shukur, lekin hozir qimmat kiyinmayman. Haqiqatda bir xil mana Louis Vuittondan oldim, Rolexdan oldim deb olishim mumkin shu narsani. Лучше investitsiya qiling, kelajagimga pul o'zi kelsin-da. O'sha paytda keyin o'sha 45 yoshimda mana shunaqa qilib yuravering, Rolex deyman. Hozir ham olsam bo'ladi. Lekin o'sha pullar ko'paytirsam bo'ladi-ku. Ko'pchiliklar ana brendga qiziqib, unga qiziqib, baribir o'sha $15,000 ga olgan soatingizni qaytib 15,000 ga sota olmaysiz. Yokida 5,000 ga olgan. Yo'q, lekin Rolexlarni soting. Yo, endi Rolex, o'zini bir xil brendlar bor. Qimmatroq anaqasi bor-da. Mana misol uchun bitta qiz, yigiti sovg'a qildi deylik 15,000 ga Rolex. U qiz borib qaqa sotadi. Bilmaydi qayerda sotishni ham. Kimga berishni ham bilmaydi. Uni o'zini joylari bor. To'g'ri. Oddiy sotuvchiga mana Rolex olasizmi desa, qani dokumenti deydi, qaysi anaqadan olgansan deydi. Baribir o'zini joylari bor, to'g'ri, qimmat soat yaxshi. Men ham qimmat narsalarni olgim keladi, lekin ko'p narsani biznesga tikaman men hozir. Hozir investitsiyangiz biznesga qilasiz. Nima keragi bor menga hozir sumkaga qilib, bu narsani olib, Instagramga ko'rsatsam bo'ladi, to'g'ri, bunaqa narsalar olib. Lekin men fundament xohlayman. Keyin bolalarimga katta narsa tashlab ketdik. Ota-onam tashlab ketgan. Mana shu arenda to'laysanmi joyingga desa, yo'q, menga naslедство qolgan desin-da. Foydali inson bo'ling. Keyin nimaga siz misol uchun boy oilani qizimisiz? Prababushkangizni ismini bilasizmi?
Ya'ni Bilaman. bilasiz. Hımm. Lekin oddiy odamga prababushkangni ismini bilasanmi desa, yo'q deydi. Man ham bilmayman prababushkamni ismini. Bitta buvimni ismini bilaman, buvimni onasini ismini bilmayman, uni ham onasini ismini bilmayman. Hımm. Shu nasl esda qolsin, shu darajada harakat qilaylik. Mani nevaralarim eslasa, qanday buvim bor edi-da. Bor edi. Что bilasiz-da buni naslingiz Demak, bu yaxshi bo'lsa. sizni eng katta motivatsiyangiz-da. Ha, Ana, manga bitta asosiy. ustozim bo'lgan. Buvingni ismini bilasam, ha desa, buvingni onasini-chi? Yo'q. Uni onasini-chi desam, yo'q. Nega? Chunki hech nima qoldirmagan sanga deydi. Hımm. Ha, hech nima qoldirmagandan keyin bilmayman deydi. Hımm. Misol uchun, shu misol uchun chet ellik Amerikadagi prezidentlarni qilib ketishadimi? Hı. Man ham xohlayman ismimni qoldirib ketishga nevaralarimga. Eslab yurishsin deyman-da. Mana zo'r motivatsiya lekin. Rostdan hamda hozir chiqib buvingiz ismini bilasizmi desak, buvimni onasinikini bilmayman, lekin buvimnikini bilaman deydi. Chunki hech nima qoldirishmagan. Hımm. Prosta ko'pchiliklar bugungi kun bilan yashaydi. Hımm. Bugun dahshat narsalar kiyib oling, borib oling, qilib oling Hımm. yoki qimmat joyga chiqib oling. Psixologlar shunaqa deydi-da. Bugungi kun bilan yashagan deb. Ruslan strategiyasi bu. Hımm. Bugungi kun bilan yashaydi, ertani o'ylamaydi. Hımm. Bugun ichaman, ertaga o'laman deydi-da ular. O'shaning uchun hammasi hozir blogerlar chet elga ketib уже mana bundoq o'tiribdi hech narsa yo'q. Chunki Instagram'i ham yo'q bo'ldi. Siz biza shunaqa intervyuni boshlashdan oldin aytdingiz-ku, Instagram ertaga bo'lmasa nima qilaman deb. Mana o'sha biznes uchun shunga kirgan ekansizda, bizneslarga. Instagramga ertaga mana misol uchun necha marta o'chdi orada. Bir Hımm. kunlab o'chdi, 3 soatlab o'chdi. O'sha paytda sizga biznes yordamga keladi. Hımm. Ey, Ana deb. strategiya zo'r. Siz anaqa strateg ekansizda. Strategiya qilib yurasiz. Yo, to'g'ri bu. Albatta bu to'g'ri. Shunaqa yosh bo'lsangiz ham oldindan o'ylab qo'yarkansiz. Mana bu mani qadamim nimaga olib keladi debda. Qarang. Ko'pchilik hozir yoshlar ko'pchilik unaqa narsa o'ylamaydi hamda. Yo'q, o'shanga aytaman, yosh qizlar shunaqa qimmatiga narsalar olib tashlashadi. Ertasini o'ylamaydi-da. Hop, Hımm. чересчур man даже o'sha 3 ta qizimga ham biznesli ishlar tashlab tayyor qilib qo'yaman o'zi yurg'izish uchun. Hı hı. Deylaman, u ham xudo xohlasa yaxshi joyga erga tegadi. Hımm. Sizdagi mana shunaqa bo'lib qolsa-chi, tap etib. Hı. Shunaqa. Martiya qilib tors etib erini hamma narsasini olib olsa-chi, Hımm. o'sha payt nima bo'ladi Hı unga? hı. To'g'ri. Nima bo'ladi? Hayotga Ikkita tayyor oila bo'lib ajrashib turish kerak. ketadi. Baribir to'g'ri tushuntirish kerak-da. Hımm. Faqat o'zingni pulingni ishlatmas. Конечно, eriniki bu boshqa. Eri puli barakali bo'ladi. Lekin правильный yo'nalish berilsa o'sha qizga, семейный birga ko'tarilishligi mumkin-da Hı. o'sha narsani. Bir-biriga motivatsiya berib, sizlar ham mana bir-biringlar mana uydan olib kelib qilgansiz. Lekin hozirgi qizlar ko'p uydan olib kelib qiladimi shu narsani? Hımm. Voy, san bo'lma, sen boshqasi, menga boshqasi bulgari olib beradi. San nima bo'libdi? San menga kichkina anaqa olib berding-ku deydi. Shu meni hozirgilarni ko'rsa, deyman, bo'ldi. Internetni o'chirib tashlang, iltimos Instagramni ko'rsatmanglar degim keladi-da. Da, muhokama qilmang. Oldingiga qaraganda Instagramga ko'proq o'tirardim. Hozir Hımm. statistikangizga ko'rasiz-ku necha soat o'tirishingizni. Oldin 4-5 soat o'tirardim. Hozir statistikaga qarasam, atigi 2 soat, 1,5 soat o'tirar ekanman. Tez ishimni qo'yaman, istoriyaga qo'yadigan narsamni postimni qo'yaman, chiqib ketaman, bo'ldi. Qaytib To'g'ri, kirmayman. to'g'ri. Manda ham shunaqa, lekin Telegramni oshib ketgan. Ishlarim hammasi Telegramda. Endi Telegram haqiqatda ish. Hı hı. Instagram nima? Reels. Bitta Reelsga ketsangiz bo'ldi. 3 soat uxlamaysiz shu bilan kechqurun. To'g'ri. Voy, rahmat Xonzoda, maza qildim bugun siz bilan gaplashib. Rahmat, Kuldim rosa. Menga ochilmagan qirralaringiz ochilib ketdi, urganingiz вообще bo'ldi. Rahmat sizga Men akkurat kelganingiz uchun. yurganim bilan mani ham mana yayim bor dedi. Zo'r, rahmat. Bizga mana endi oxiri bo'ldi. Sizlarga eslatib qo'ymoqchiman. Bizga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Bu bizaga, как men o'zimni kuchim bilan bu narsani proyektni qilaman. Shuning uchun sizni qo'llab-quvvatlashingiz bizning bu
podkastlarimiz davomiy bo'lishi uchun menga sizni qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Shuning uchun obuna bo'ling, izohlar qoldiringlar va layklarni yozinglar. Mana oxirida yana eslatmoqchiman, Xonzodadan zo'r sovg'a bo'ladi. 3 ta g'olibni insonga tanlaymiz. kursimni sovg'a qilaman. Kurs Ya'ni sovg'a qilasiz. O'zlari tanlaylar, insight yozinglar. Sizga nima motivatsiya bo'ldi? Ushbu podkastdan nima o'zingizga yangilik narsa oldingiz? Rahmat sizga kattakon kelganingiz uchun. Maza qildim siz bilan gaplashib. Xuddi qadrdon do'st bo'ladi-yu, gaplashib o'tirgandek bo'ldik. Xudo xohlasa Maza qildim. o'tiramiz. Xudo Agar xohlasa. mani ravo ko'rsanglar chaqirarsiz. Xudo xohlasa, xudo xohlasa. Rahmat kelganingiz Rahmat. uchun. Hammaga xayr. Agarda sizni rivojlanish va biznes mavzulari qiziqtirsa, albatta Instagram va Telegramimizga obuna bo'ling. U yerda yanada ko'proq foydali ma'lumotlar, tajribalar va qiziqarli roliklar bilan bo'lishamiz. Havola esa ushbu videoning ostida. Unutmang, shaxsiy rivojlanishingiz o'z qo'lingizda.